rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar. Bütün dünyada muhacir bo'lib yashayotgan, millati, vatani uchun, mustaqillik uchun xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz bilan birlikda bugun bizningki hurmatli mehmonlarimizdan yaqinqi zamonda, yaqinqi bir mezgildan beri Uyg'ur tashviqot sohasida jiddiy ilgarilayotgan, xabarchilik sohasida oldin qatorga o'tayotgan, o'zininki to'rbeti xabarlar orqali bütün qarindoshlarımızga ma'lum bo'layotgan qarindoshlarımızdan birisi Tahir Emin Uyg'uriyan qarindoshimiz bilan uzundan beri biz bu suhbatni qilishni planlab kelgan edik. Bugungi nasib bo'ldi. Inshaalloh bugun biz barliq qarindoshlarimiz bilan birga ekranda sizlar ko'rib o'tirgan Tahir Emin qarindoshimiz bilan birga bir erkin bir suhbat elib boramiz. Tahir Emin qarindoshimizni qisqacha tanib chiqamiz, uning ko'ngil so'zlarini anglaymiz. Ammo suhbatimizning eng muhim qismi xalqimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan o'rtaq suhbat qilish. Herkesmi faqat Hüseyin Tecelli ve Tahir Emin ikkilerinin sohbeti emas. Bütün dünyadaki muhacirlar bu sohbetga qatıla alaydı. Ekranda bizdeki telefon numarımız var. Naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Har qanday savolinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Teklif fikrlaringlar bo'lsa, hatto tanqidlaringlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Men hemen sözünü Tahir Emin qarindoshimizga bersem, aldı bilan o'zini qisqacha tanıştırıştın, onundan keyin sohbet kirib kelsak deb o'ylayman. Assalomu alaykum Tahir Emin qarindoshim, ikramimizga xush keldingiz. Allah razı olsun. Vaqtdan vaqt chiqarib qarindoshlar bilan suhbatda bo'lish uchun bu yerda o'tiribsiz. Qarindoshlarimizga o'zingizni bir qisqacha tanishtirish bilan bu suhbatga kirib kelsak deb o'ylayman. Va alaykum assalom. Barliq aziz qarindoshlar. Mening ismim Tahir Emin. Tahir Emin Uyg'uriya. Ben 2017 yılı çıktığım ayda okuşa çıkan, vatenden okuşa çıkan, şu okuşa çıkanın biri. Razı olsun, vaqtdan vaqt chiqarib, qarindoshlar bilan suhbatda bo'lish uchun bir. Xo'sh, davom qilavering. Hozircha o'qishni davomlashtirishdan beriga o'zimiz turayotgan sharoit va imkonlardan foydalanib turib, Uyg'ur agentligi universal axborot to'rini qurdik. Axborot xizmati, media xizmati bilan shug'ullanamiz. Bu o'qishni sirt qilgan birinchi muhim ishim, ikkinchi muhim ishim anchuncha tadqiqot bizniki. Xususan meniki kasbim siyosat fanlari bo'lgan bo'g'achqa, siyosat fanlariga oid nazariy tadqiqot bilan shug'ullanamiz. Shu qisqacha aytsam, men o'zingizni tanishtirishingiz intayin qisqa bo'ldi. Hazır okuyatkanınız siyasi tadqiqot, siyaset fanlari. Siyaset fanlari. Political science deymiz. Siyaset fanlari, yani devletçilikka qartilgan bir, atalgan bir fan. Shu kasb bo'lyapman. Yani bugungi Uyg'ur meselesi, Sharq Turkiston meselesinde en muhim boşluğumuz bo'lgan siyasi diplomatiya hareketlerimizdeki en çok boşluk olan bunu okutupsiz. Allah razı olsun sizden. Yani bu yakından beri Uyghur agentliği namıda içilgan torbet bilen bir qancha tillarda baldak taraqqiy qilib xalqimizga xizmatlarni sunuvatsiz. Biz bunu ko'rib turibmiz. Uzundan beri men talab qildim bu suhbatni qilishni. Çünkü vakit çıkmadı. Bugün vakit çıktı inşallah. Qarindoshlarımızla birlikte nurg'un savollarga javob berishni xohlayman. Çünkü bizga sizdek hem de fidokorlarimiz xalqimizga pek ciddi lazım bo'layotgan bu zamanda quruq gap, quruq vaqt o'tkazishni tark etib, aram elishni tark etib, kech kunduz xizmat qilyapsiz. Bu xizmatchi, bu siyasi tadqiqot bilan bu tashviqot xizmatining o'rtasidagi bog'lanish va hozir nima uchun bu xizmatni qildingiz? Mush to'g'risidan boshlaylik so'zni. Oldi bilan Uyg'urning real taqdiri buni hal qilishni kutib turgan jiddiy masala qarsa, Uyg'urning navbatdagi taqdirini hal qilish uchun muhim bo'lgan ishlardan birisi buni dunyo jamoatchiligi bilish kerak bo'ldi. Dunyo jamoatchiligining bilishi 20 yıl yoki 30 yıldan beri Uyghur rahbarlari qilib davomlashtirayotgan ishlarning birisi. Ammo Uyg'urlarningki shaxs
yoki tashkilot yoki organ nomidan muntazam bo'lgan ko'p tilli axborot qonunining rasmiy sistemli holda o'rnatilib ijro qilinib xalqaro jamoatga uyg'urning tili uyg'urning tafakkuri uyg'urning bevosita his qilish orqali yetkazilgan axborot qonuni bo'lishi intayin zarur. Bugungi dunyoda media butun siyosatning emas balki iqtisodning ma'rifatning madaniyatning ko'ngil ichishning hayotning eng oddiy tarkibligiga ta'sir ko'rsatadigan muhim bir zarur vositalar. Oddiygisi taraqqiy qilmagan davlatlarda kishilarning ideologiyasini yashash usulini kontrol qilish uchun davlatlar axborotdan foydalanadi. Masalan biz yaşayan burun biz yaşayan Xitoy territoriyasi adırıqda bisilgan territoriyanın içindeki müstemlik kılınan joylarni alsak Xitoy Kompartiyaning Merkezi Komiteti yiliga necha milliard dollar xarjlab turib CCTV, Nur gazeti, Xalq gazeti, Xinhua agentligi qatorliq 5 cho'ng axborot qonunini bütün dünyada Xitoy Kompartiyasining maqsadi, ideologiyasi, xalq tutgan pozitsiyasi, o'zining yashash usuli, mushuni tashkil qilgandan boshqa xalqni aldashga, o'zining ideyasini butun dunyoga tarqatishni ishlatadi. Xitoy bütün davlatni tutib turayotgan bir narsa, bütün bir davlatni tutib turayotgan bir narsa faqat va axborot. Xitoyda agar axborotni kontrol qilolmasa, Xitoy hukumati hech qanday narsani kontrol qilolmaydi. Shunga hukumat bu jihatdan butun vujudi, butun asosiyati bilan davlat zo'r kuch, odam, tadqiqot, mablag' ajratib mediani kontrol qilish uringan. Hatto davlat ishidagi silingislam emas, balki davlat sirtimi Amerika, Yevropa, Afrika, Latin Amerika qit'alariga qadar Xitoy mablag' silib tashviqot usuli kengaygan. Bu hukumat ishiga chiqib bo'lganlarning usuli emas, balki hukumat ishiga chiqmoqchi bo'lganlarning usuli. Masalan, alaylik Amerikaning prezidenti Thomas Jefferson, ya'ni Amerika mustaqillik xitobnomasining yozuvchisi. Shu odam, Amerikaning bugungi asosiy qonuniga asos solgan muhim odamlardan birisi. Shu kishining bundaq bir so'zi axborot sohasidagi eng mashhur bir so'zi. Agar sen menga Amerika armiyasi bilan New York vaqt gazetidan birini tanla desam, men ikkilanmasdan New York vaqt gazetini tanlagan bo'lardi. Chunki Amerika armiyasi bilan faqat armiyani kontrol qilib bo'ldi. Lekin New York vaqt gazeti bilan butun Amerika xalqini, hatto dunyoni kontrol qildi. Texnik ko'p armiyani barliqqa keltirib bo'ldi degan. Chunki axborot odamlarning tafakkur usulini, ideyasini o'zgartirdi, bilmaganni bildirdi. Eng oddiy roli axborotniki bilmagan narsani bildirdi. Bugungi butun Uyg'ur dunyosida bizning odamlarni tanishimiz, kishilarga bo'lgan pozitsiyamizni bildirishimiz, vatandagi o'tqarimizning ahvolini bilishimiz, davlatlarning bizga tutgan pozitsiyasi, bayonotlarini bilishimiz, rahbarlarning tashkilotlarning qilayotganini bilishimizning birdan-bir vositasi yana media va axborot. Shunga bu bizningki media uyushtirishimiz, Uyg'ur agentligini qurishimizniki birdan-bir maqsadi bugungi Uyg'ur xalqining ahvolini dunyoga bildirish. 3 narsa bizning maqsadimiz axborotda. Birisi Uyg'urning navbatdagi krizisini dunyoga bildirish. Ikkinchisi Xitoy hokimiyatining naqadar razil, naqadar pastkash, naqadar qabih ekanligini, vahshiy ekanligini bildirish. Xitoyning mohiyatini dunyoga bildirish. Bu ikkinchisi. Uchinchisi Uyg'urning taqdirini bildirib bo'ldi, Xitoyning razilligini bildi. Qanday qilganda o'zimizga ittifoqdosh tepish, kimlar bilan taqdirdosh, kimlar bilan birga ma'nolaymiz, mushni bildirish. Shuningga o'zimizni bildiramiz, kimlar bilan ittifoqlashib bo'lganligini bizning xalqimizga bildiramiz. Bu 3 bugungi faqat Uyg'ur agentligining emas, chet elda harakat qilayotgan barliq axborot vositalarining hammasining o'rtaq nishoni programmasi bo'lishi deb o'ylaymiz. Biz ma'yaqında yil oxirida bağlash sistemasi e'lon qilib, har qaysi sohadagi 20 sohadagi shu ko'z ko'ringan topkor xizmatkorlarni baholadik. Axborot sohasinikini erta e'lon qilamiz. Albatta shu bugun mushtabatni uyushtirgan Tajalli, mening do'stim
Ahmetcan Pidayi, Katarlı kırımdaşlarımız ve onun başka medya asasından şug'ullanayotgan bizning ustozlarimizdan yol başçılığından Erkin Asır Radyosu'nun Uygurca bölümü, İstiklal, Şarkı Türkistan Uçur Merkezi, Katarlı peshqadam ve yolbaşçı işin dışında sertleşip mangan şu barlık ustazınınki hemisininki hizmetlerini halkı bildiriş. Bunların teşvikat sahasında Uygur'un derdini Uygur'a bildiriş, Uygur'un derdini sırtı dünyaya bildiriş, Uygur'un ittifaklaştı peş, Xitayning rezillikini aşkısını bırakmış hizmetlerini tanıştırış için aşılarını kıldı. Demekçi medya hizmeti bugünkü bütün Uygur hizmetlerinin içinde en mühim aldın orun tutulgan zürür boğan hizmetleri birisi. Bunun için başın başlıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben bir taraftan texniklik mesleği qaravatqanlığım üçün bazı qarindoshlarimiz ovozningki biraz jiraqtirroq kelayotganligini yozibdi. Bizningki bek ustun texnikalik narsalarimiz bo'lmaganligi uchun qarindoshlar mushu shaklda qila olamiz. Ammo ovoz yaxshi. Boshqa texnikalik masalalar o'zining yo'lida ketyotidi. Rahmat sizga Uyg'ur agentligininki bugun qilayotgan xizmatini zaten bizning ko'zimiz ko'rmasa albatta bo'lmaydi deb qarayman. Butun xalq ko'rib turibdi. Aslında sizning bir shaxsiy hayotingizdan, oila hayotdan, biraz turmush masalalardan kirgin bor suhbatga, ammo hemen yana siyosiy masala kirib ketdik. Chunki mana shu bizning xizmat jiddiychiligimiz. Masalan, oila tarafdan sizni bir qancha cho'ng nimalar axborot organlari ziyorat qilgan bo'ldi. U videolarni ko'rdik. Nurg'unlarimiz bugungacha buningdan qayg'ulandik. Bu cihetde eğer to'xtalishni xohlasangiz, biraz aile meselesine çünkü biz qandaqlik olsun bir tasalliga muhtojmiz. Jamiyatda qarindoshlarning destikiga, yordamiga, tasallisiga ma'naviy jihatdan bek muhtoj bo'ldik ekanmiz. Bo'lamiz siz bizdek va yoki nurg'un fidokor xizmat qilayotgan qarindoshlarga tasalli intayin kam bo'ldi ekan. Hammaylar dardini to'kadigan, ammo bu qarindishimizning qo'sqi och qolganmidi, uyqusiz qolganmidi yoki qandaroqdi ahvoli deydiganlar biroz oz chiqib qoladi ekan. Uning uchun qarindoshligimizni kuchaytirish uchun va xalqimiz bilan birlashib ketishimiz uchun moddiy, ma'naviy har taraflardan sizni bir tanıylik biz. Biroz tanıylik ki biroz shaxsiy psixikangiz, mijozingizni tanıylik. Chunki aldığımızda çoğun hizmetler, çoğun birleşişler, çoğun hemkarlaşışlar, çoğun qarindoshlashish, do'stlashishlar kutib turdi. Bu jihatda qanaqa qaraysiz? Biraz shaxsiyatingiz, oilangiz masalasida to'xtalsangiz, qisqacha bo'lsin. Bo'ldi, qisqacha bo'lsa bo'ladi. Men o'qish 2017-yil 2-yilda o'qishga kirishdan burun mening vatanda qizim şu vaqtida 6 yoshga kirgan qizimniki opasi qolgan vatanda. Ularni kelgusida bir kunlarda chiqish imkoniyati bo'lar degan umid va yoki yana vatanga o'quvchi bo'lgandan keyin berib kelaman degan bir umid bor. Chunki biz vatanning sirtidagi xizmat qilgan o'xshash, biz vatanning ichidami ta biz aqlimizga kelgandan boshlab men aqlimga kelsam bizning men 12 yoshimda Uyg'urlar degan kitobni o'qigan, Turun Almasdagi Uyg'urlarni o'qigan. Undan keyin biz 13-14 yoshlarga kelsak, kichik vaqtimizda Qozog'istonniki Uyg'ur ovozi radiosini anglashga biz cho'ng'igan muhit menimki anam taraf ma'muriy xodimlar biroz ko'p, ziyolilar ko'p, dadam taraf korxonchilar biroz hisob so'zdan shug'ullanlar biroz, ikkilar biroz ko'p. Unda bo'lgandan keyin bizning o'tlar asosan ma'rifat yoki shu Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati bugungi realligimizga ko'ngil bo'lgan oiladan. Menimki dadamniki bo'lsa bizning men cho'ng bo'lgan shu Qo'sqonayda 27 yil hokimlik bo'lgan Gomindan burun Gomindan oldi keynida
Bular shu keyingi o'g'illarimi kompartiya davrida oqsoqol bo'lib, yana 1960 yillardan 1978 yillargacha keyin kompartiya komishchik deb bularni shu tümürü tashlagan. Şuna benim cemiyetin atı boğan birincisi hakimiyet yoki yerlik başkuruş tipideki adamlar. İkincisi kompartiyanın ki bizim cemiyetimiz kiçiğimizden kompartiyanın ki zarbisi uçuğa adamlar. Hatta benim dadam, benim öz dadam 2003 yılı kompartiya tarafından qarlanıp Paris'e dadam özü hem de yakki ticaretçi ama kompartiya bilan kompartiyaniki turlarini ilib savdo turlarini ilib hukumatning korxonasi bilan yani hukumat egiligidagi korxona bilan sherik savdo qilganlar. Adamni 2003 yilda sudga tortib butun mol mulkini musodir qilgan. Shu vaqtda men dadam Oskar Naysda oldingi ko'z ko'ringan 10 bayning birisi shu chog'lar. Dadam Nays bir iqtisodiy sinov uchragan. Men Ulu babamın babası, benim dadam, şunun hemmisini kiçiğimizde biz şu o aklımız kelgenini bir aşın körep çoğu var. Bu bizdeki reallıkımız. Bunun üstüne biz çoğu olan şu coğrafyalik muhit, nahiye, şu vatandaki her bir etrafında ben görsem, ben çoğu olan bana talim bergen, ben bile sorundaş olan adamların hemmisi vatan milletin düşündüğün tarih, vatanın bizning o'zimizning davlatimiz bo'lganligini bildigan Orxun Uyg'ur xalqi, Qarxonlar xalqi, Iduq xalqi, Sa'diya xalqi degandek mushu gaplarni doim takrorlab bizning kichik vaqtimizdan qulog'imizga singdirib o'tgan. Bizning jamiyatimiz, urug' qoldirimiz ashunday qaramlashib cho'ng'ogan. Mening do'stlarimmi shu qaramlarni biladi. Keyin biz o'qidik, cho'ng'ildik, jamiyatga chiqdik. Aşı atrafımızdaki bütün ziyali, alağine, karşıncının hepsi bir xillangan adamlar. Cemiyetine yukarı katlamda düşündüğün. Vakit noktasını ağan çağda vakitini uzun tarihi devirlerge süreleydiğin. Küz tutuş noktası bir cemiyetinki yukarı pallesi bir küz telediğin adamlarla yaşadık. Ular bizge neminin toğra, neminin hata işgallikini, özümüzden kim işgallikini, nemin kılış kereklikini burulan bildirip etti. Bunlar Uygurlar vatını bek çıktı. Ben öyleyim aşı Uygurlar her kandığı vatanı satır çıkıp kalan olsa çok önemlisi güçlük erkeklerle şoğullandığın, minimum aktif болып кетadigan, texmi vicdani g'urur bilan ish qiladigan ziyolilar yoki korxonachilar yoki ijtimoiy faoliyatchilar bo'libdi deb o'ylayman. Chunki shuning hammasi menga bergan ta'siri shunda. Biz vatandan qabul qilgan idea bu. Men tuyuqsizdan ularni ayrilgan bir bo'lib qoldi deb o'ylamayman. Mening aile arxi ko'nishim shu. Vatandan ayrilgan vaqtida qizim bilan opsi ketib qolgan, lekin men o'qigan davlatda turgan vaqtimda menga shu bir qism yerlik Xitoy soqchilari avariya qilib telefon qilgandan keyin men Amerikaga kelib oldim. İsrailga o'qishga chiqqan aslida. İsrailda bir darsni o'qib Amerikaga qaytib keldim. Undan keyin mening vatanda ikki shirkatimiz qolgan Sol mablag' shirkati bilan shu kiyim-kechak layla shirkatimizda bir 5 xil tur bor edi. Doğrugerlik, kiyim ayollar kiyimi lahilash, tikish va sip chiqarishni o'z ichiga olgan bir guruhimiz. Undan keyin bir turimiz, undan keyin korxonachilarni tarbiyalash, maxsus shu ig'lik tiklash, mablag' silish, bozor ichish degan turlar bo'yicha maxsus tarbiyalaydigan kasbiy tarbiyalash organidan birisi bor edi. Undan keyin biz Uyg'urlarningki madaniyati, tarixi, tili, reallık haqida Xitoylarga tonishtiramiz deb biz mablag' silib, uni zo'r mablag' silib, shu Xitoycha to'y bekatlarni qurgan. Madaniyat to'y bekatlarini qurgan. Shu bizda jami muhim turdan 4 tur bor edi. Ma'lum iqtisodiy asos, eng muhimi bizda yaxshi idea, odam kuchi, o'zimizga yetarli bo'lgan iqtisodiy asos shu bor edi, shakllantirilgan. Ama 2016 yılı Çin'den bu kelgandan keyin jamiyatda men shu vaqtda bor Urumchida 8 ayda keldi, 9 aylarga
işilan bizning ustozlarimizdan Abdulqadir Jaloliddin Tayranullah, Abdulqadir Jaloliddin ve Yalqur Roze mushu ikki ustozimizni tutdi, Ma'rif nazoratining rahbarligini tutdi. Andikan Abdumayliq ijtimoiy fanlar akademiyasining boshlig'ini tutdi. Shuning bilan biz ularga yaqin o'tirgan bo'lg'achqa, bu jamiyatda bizning maslahatchilarimiz bor, hukumatning qatlamida bor, jamiyatda bor, korxonchilar, o'tkir kishilar bor. Ular hammasi ko'zga ko'ringan faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan, jamoatchilik yaxshi ko'rib, hurmat qilgan bir turkum yoshlar darhol o'zini bir taraf ilish kerak degan takliflarni berdi. Xususan menga 2016 yili 11 oyda mening 4 nafar aka ağabeyimiz, məsləhətçilərimiz, bunlar məmuri xadim, tədqiqat tipidəki adamlardır. Bunlar bana Allah əzəl xili uzun nəsiyyət qıldı. Dərhal 3-4 yıl dostumuz sırf tuturup oxuşunun lazımlığını, oxub girişinin lazımlığını bu arqılıq dünyanın teximi görəb, keyini şərait olğan vaxtda vətəngə qayıtıb, yine qolumuzun kildi qaşının tıxılıb olduğanlığını hazırki vaxtıda hər qandaq yaşlarınınki, başlamçılarınınki çoxum qarğıyılmağanlığını, onların başlamçı yaşlarının qarğıyılmağanlığını əskərtdi. Hem de mən bəhçon başlamçımı emas, amma biz mən 2008 yıldan başlap şu Uyghur Toplum Medeniyet Bayramı hukumunu oturup koyup 2009 yılı bunu icra kıldık. Bu tasavvur, plan başına ahir sistemde ilip barğalıqның üçün bu iş tutuluq cemaatinin qo'llanışına erişti. Vatanda ve dünyanın arka şeylerde Uyghur Toplum Medeniyet Bayramı süper kaldı ilip verilip xalq Uyghur milli medeniyeti, Uyg'urlarning milli kimligini saqlab qilish uchun zarur bo'lgan an'anaviy faoliyatga aylantirib oldik. Undan keyin bizningki aspirant mukofotiga ta'sis qilib, men o'zim ishlayotgan ijroiya boshlig'i va CEO bo'lib ishlagan shirkatimizning nomidan, ya'ni O'ztürk, shu vaqtdagi O'ztürk shirkati nomidan. O'ztürkningki shu vaqtida uy mulk sohasida, lekin kiyim-kechak, yipakchilik sohasida, shu 3 sohada O'rta Osiyo bo'yicha eng taraqqiy qilgan zo'r shirkatlarning birisi edi. Men bu shirkatning ijroiya bosh direktori edim, CEO'si edim. Biz shu joyda aspirant qizlar uchun mukofotni ilib oldik. 2012dan 2014 men 3 yil shu aspirant qizlar uchun mukofotga mas'ul bo'ldim. O'zimning vazifalarimdan boshqa buni planlab vatandagi yaxshi o'qigan aspirant va aspirantni yuqori o'qigan Uyg'ur xonim qizlar uchun bu mukofotni qutuqliq muvaffaqiyat ilib oldik. Jamiyatda mayli ma'muriy qatlamdagilar bo'lsin, mayli jamoatchilik bo'lsin, Uyg'ur ma'rifi uchun zarur bo'lgan mushtaq ishning lozimligini ular muayyanlashtirib qilgan. Bu ishimizni kompartiyaning ko'ziga mixtaq qadilgan bir ish edi. Andan keyin biz o'z başqa 30 o'g'il korxonchilar jamiyatini qurdik. 30 o'g'il korxonchilar jamiyati butkul vatanning har qaysi joylarida 3000 ga yaqin korxonchiga tarbiyalash, boshqarish, bozor ichish, mablag' silish qatorliq eng muhim sohalar bo'yicha maslahat beradigan, hamkorlashadigan bir yaxshi platform, mulozimat sahnasi edi. Bizningki undan boshqa maliya mulozimatlarimiz, qatorliq xili muhim mulozimatlarimiz bor edi. Jamoatchilik bu korxonchilar, bu yerga uchrashgan necha ming korxonchi o'zida bor bo'lgan afzalliklarni sahnaga qo'yib, bir-biridan ham foydalanadi, bir-biridan bahramon bo'ladi, hamkorlashadi. Eng muhimi xalq ziyolilarga korxonchilarimiz ziyolarini qo'llaydi shu vaqtda. Men ham bir butun medeniyet, ilim sahasida, yani ijtimoiy fan bilan shug'ullandim. Sahas bo'lmasa, yana bir tutum o'zim 30 o'g'il savdo mablag'chilik shirkatining qurg'uvchisi bo'lish suhbatim bilan, shularga 30 o'g'il korxonchilar jamiyatining qurg'uvchisi bo'lish suhbatim bilan men bir tutum yana savdo sahasida edim. Anda bo'lgandan keyin jamiyatda bizningki qarindoshlarimiz vatanning har qaysi joylaridan shu har qaysi sohadagi eng ilg'or, eng o'tkir, tirishchan bolalar bizning atrofimizga shug'ullashgan. Kompartiya bunga xili burunlar diqqat qilgan bo'lish ehtimolligi bor. Shuningdek maslahatchilarim 30 o'g'il korxonchilar jamiyatiningki faoliyatlari hukumatning ko'ziga qadalgan meh deb qaradi.
biz men bu vaqtında cami 40 qitimga yaqin biz cho'ng ko'lamda shu ijtimoiy faoliyat qildik Qo'qon korxonachilar jamiyati nomidan. Vatan har qaysi yerda Xotan, Aqsu, Ko'rla, Qashqar, G'ulja, Turpan, Xumul hamma vatan har qaysi yerlarga berib biz yerlik korxonachilarni tarbiyalash, qiyinchilik bolalarga yordam qilish, undan keyin o'zaro yangi turlarni o'tirib qo'yib korxonachilar pul bog'lab pul chiqarib mablag' silib yangi turlardan 300 yangi turlarni o'zimiz urg'utib xuddi Amerikadagi incubator mablag' silish jamiyatlariga o'xshash biz vatanda Qo'qon korxonachilar jamiyatidan kuchli bo'lgan, ilg'or bo'lgan butun yoshlarniki yaxshi saviyasiga aylantirgan. Shunga menga maslahat berishning hammasi siz ish bilan bo'lib qarmandingiz vaziyatda, ammo hozir vaziyat jiddiy yagletdi. Shunga darhol o'zingizni bir mazgil o'qish bilan bo'lsinmi, dalda ilandida. Shuning bilan men qaytib chiqdim. Demak, bundan shaxsiyatimga oid ishlar mushular shu, ammo men xalqarodagi Al Jazeera, Atlantic qatorliq media vositalariga bergan intervyularımda bir muhim bayon bor. U bo'lsa 2005-yilda 2007-yilgacha mening Xitoyniki harbiylash lagerida turganligim ingliz medialarida e'lon qilindi, ammo mening bilgan do'stlarim vatan sirtidagi va nurg'un ziyoli aka-og'aylarimiz buni qismini bildi, qismini bilmaydi. 2005-dan 2005-yili 8-oydan 2007-yil 9-oygacha men Xitoy meni shu Shixo degan shaharda emgak bilan tarbiyalash Laodong Jiaoyu shu yerda 2 yil education through labor deb tarjima qilgan ingliz o'lchamdagi termisi. Shu yerda men 2 yil tarbiyalandim. Sababi men The Uyghur Culture in Danger xatar ichidagi Uyg'ur madaniyatida bir parcha maqola yozgan. Shu maqolam uchun men 12 oy qamoqxonada 10 oy shu Lojosoda Lojoso deydi Uyg'urlar yerlik tilda emgaklantirish lagerida turdim. Anda bo'lgandan keyin bu 2005-yillari bo'lgandan keyin oraliqda 13 yildan keyin nurg'un yo'l meni nurg'un jafolarni tortib munosabatlarga qaylanib turib oxiri Chinchuango davrida pasport taqtish do'qni qo'zg'algan vaqtida Xudoning iltifoti bilan bir pasport degandan iborat bir narsa aşı 15 yıl arzu qilib pasport degan narsaga pul topdik, viz topdik. Ancha arzumuz bu pasportda hayotimizda pasport bor odamga shu qadar havas qildik. 13 yil, 15 yil. Undaq islom 20 yil pasporti bor odamga havas qilib yashadim vatanda. Hech kimga havas qilmadim vatanda o vaqtda. İgiz binalarni salgan havas qilmadim, amalda olganga havas qilmadim. Qattiq Çoğupamı kirgen heves kılmadım. Fakat bir narsaga heves kıldım. 20 yıl pasport degan narsaga. Pasport eriştim. Bütün gücüm bilen Kompartiya alayda nima ketmaydigan ya deb qaralgan İsrailiyani tanlab, İsrailiyaniki madaniyati, tarixi, navbatdagi siyosati, Yahudilarniki davlat boshqarish usuli qandoq qilib shu yo'qolish girdobdan qutulib bugungi kunning kelganligini. Uyg'urlar Yahudilardan nima o'rganadi? Falastinliklarni nima o'rganadi degan bu nuqtadan men Israiliyani tanlab, Israiliyaga borib o'qidim. Demak, mushu jarayon meniki qisqacha tariximiz bo'ladi. Vatanda qolgan Amerikaga kelgandan keyin meniki xonimim u hukumatda o'qituvchi bo'ldi, universitetda o'qituvchi. Shuning bilan hamda meniki shirkatlar mening kutubxonam bor Urumchida saqlab qo'ygan. Tahirimin islohot kutubxonasi deb men riskini isib, men Isroil kelgandan keyin e'lon qilgan bo'lib, men uningga o'zimniki shu atalmish Xinjiang universiteti degan yerdagi maxsus xonimga, uyimga shuni men kutubxonaga o'zgartirib etgan. Shu kutubxona bütün yerlerini, şirketlerini tekşirgendan keyin mening xonimim mendan ajrashishni talab qildi. 2017-yili 8-oyda biz ajrashdik. Shundan beri meniki xonimim, o'rtoqlarim bilan aloqam butunlay uzildi. O'tgan yilda 11-oyda menga kelgan uchurda meniki mening opammi, dadammi tugab ketgan. Mening o'z opam 9 yoshimda tugab ketgan.
Andan keyin dadam 2016 yılı ben vatanı bağıtında tükep ketken. Bu tuqqanlarım Ninki hemmisini 2017 yılda 11. ayda benim şu Kaşqay'ın Koskam nahiyyesi tuqqanlarımın hemmisini Xitoy hükümeti tutqanlıqını aldı. Eminki məmur tuqqanlarımın içinde anam tarafının içinde 4 adam sapçı. Onun qanda orlaşlarını bilmeymen. Onun hemmisini tutqanlıqını aldı. Benim tuqqanım boğanlık için. Bana pasport bergen meni şu her qanday bir Uyg'urni şu boshquradigan ma'lum komiteti saqchilari bo'ldi. Shu ma'lum komitetining saqchilaridan tortib tutqanlikni oldi. Hatto menga mas'ul bo'lgan Tangirtog rayonlik saqchidan bir saqchi bor edi. Buni Turkiyadagi bir do'stim deb berdi, men buni bilmaydim. U do'stimniki yurtdoshi og'inisi bo'ldi ekan. Mendan yaqin o'tdi ekan. Shu saqchini shu saqchiga hiç qanday izdirkisi yo'qolib ketganligini oldim. Pasport berganlik uchun. Shunga hozir qadar urug' tuqqanlarimniki uyga apam deyman hamda men Uyg'urlik tilda ikkinchi apam edi. Dadam uylangan apam, apamning singlimning, tog'amning hammasiniki turmush ekanligini oldim. Ama o'zimningki ayolim va qizim haqida hech qanday bir xabarim yo'q, aloqalashish usuli yo'q. Bir qizingizli bormi? Birli qizim var. Hozir qancha yoshga kirib qoldi? Hozir bu yil qizim 7 yoshga kirdi. Ölüp ketken tuqqanlarınız, ata-ananız üçün Allah cennetin o'rin bersin. Allah razı olsun. Men bu 7-8 yıl bu Allah'ın derdini chet elda tortgan. Hozir siz buni davom qilyapsiz, eng muhimi. Keyin qor yo'li bilan biz chiqish ehtimolida chiqib olgan bo'ldim bolalarimni. Yani o hozirgi hissiyotinizni, hozirgi nimangizni. Masalan men necha qitimlab masalan Gollandiyaningki poyezdlarda ketib o'tib, liq odam bor poyezdning ichida o'kirib yig'lab ketgan vaqtlarim bo'lgan masalanda. Shu bola, masalan, kichik bir bola o'ynayotgan bo'lsa, shu darhol bolam yodimga kelib yig'lab ketadigan ashta avvalda nurg'un qitim bo'lgan. Hozirning o'zida masalan sizningki hissiyotingizni tushunaman. Na ciddi bir nimaning ichida endi, bir azobning ichida. Undan keyin xizmat bisimi, undan keyin eng muhim bo'lgan narsa tasalli va ma'naviy ozuqning kemchil bo'lishi. Bo'libmi biz millatda bu narsa intayin kam bo'ldi ekan. Qarshi tarafdan manfaat kutish, qarshi tarafdan tasalli kutish, qarshi tarafdan ma'naviy ozuq kutish bizda bek og'ir bo'ldi ekan, ammo boshqalarga berish masalasida nihoyat tuvan bo'ldi ekan. Bo'libmi xizmat qilayotgan sizlardek pedagog xizmat qilayotgan qarindoshlarimizga. Qarindishim Toyirjon, Toyir imen qanday ahvolingiz deb Amerikaga bir telefon qilib yoki WhatsAppdan urib, qanday yaxshi turyotamsiz, qanday bugungi kayfiyatingiz qanday deb so'raydiganlar mencha oz chiqdi deb o'ylayman. Chunki real so'z qilmasa qilmaydi. Shaxsan bizlarga undaq qilmaydi. Ustozlarimizga undaq qilmabdi ekan. Ammo xalqimizga buni o'rgatish uchun zoti sizning shaxsiyatingiz ustida, ya'ni ailengiz ustida to'xtalishimlik sabab biz Uyg'urlar birbirimizga muhabbet berishni, birbirimizni quchoqlashni, birbirimizga tasalli berishni, birbirimizga samimiy kuyinishni o'rganmasak, biz yasalma muhabbetimiz bilan, yasalma mijozimiz bilan berbat bo'lib ketishimiz mumkin. Alloh saqlasin. Biz mushunda hamda oldingizda maqtamayman. Faqat real bo'lgan gerçek, haqiqatni so'zlamasak bo'lmaydi. Bugungi zamonda 2018 yılı jarayonida bir qancha qarindishimiz o'ttirg'i chiqib o'ziniki nimisini, fedakorligini ko'rsatyapti. Bu ishning qanchalik jafoliqligini o'zingiz bilasiz. Bu tashviqot xizmati degan kecha-kunduz qilmasa, hatto bir tal harfiga diqqat qilmasa bo'lmaydigan ish. Bir tal harf xato yozilib qolsa, xato chiqib qolsa, to'rbetga va yoki har qanday bir narsaga darhol unga ming yerdan tanqid, til ahanat, shikoyat, fitna fasod hujum bilan keladigan ish ekan. Buning uchun gapning qisqasi sizlarda qarindoshlarimizni qadrlash, davomli sizlarga tasalli berib turish, holinglarni so'rab turish, har zaman qo'llash, bo'libmi xizmat jihatda qo'llash. Bizningki xizmat stilimizda
bir inson kelib birga barabar ishxonlashib xizmat qilamiz deydi ekanmiz, ammo siz buni balkim jiq yashashingiz mumkin. Shu keyindan deb bo'lmasa, qilib bo'lmasa, etib bo'lmasa, yolvotib odamni saron qilib o'tadi ekan. Çünkü men hozir shu studioning ishidami nurg'un odamga yolvorib beqib, keyinda menga beqib, shu o'zim zerikib ketib, bo'ldi o'zim qilay deb, kecha kunduz o'zim nim qilaman, ammo bilmadim endi biz yoshlarda, bugungi Uyg'ur yoshlarida nima uchun bu barobar xizmat qilishda ya davomli yolvorish kerak ekan sizga o'xshagan bu ishni boshlagan kishi, shu qo'l ostidagilarga yoki bilmadim qattiq fidokorlik ko'rsatmasak bir ishni qilishimiz bek tez bir ishga. Men so'zni yana sizga qaytarib bersam, sizga tasalli berish uchun inshaalloh her zaman duo qilamiz sizga. Qadamingizni Alloh mustahkam qilib bersin, davomli buningdan keyingi xizmatlaringizni Alloh o'ngishli qilib bersin. Yana o'zimni biroz nim qilyaptim hozir, azoblanyapman. Buni endi mencha bu temadan boshqa bir temaga o'tsak deb o'ylayapman. Qanaqa qaraysiz? Albatta bo'ldi. Qaytib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, qaytib qo'ysangiz bo'ladi. Bir qism qarindoshlarga rahmat etishni xohlayman. Dunyoning qaysi joylarida bizlar aloqalashib, suhbatlashib qilgan qarindoshlar bor. Maslahat so'raydi, tarjima qilib beraydi, bir narsalarni so'raydi. Qo'limizdan keladigan doirada yordam qilyapmiz. Ammo ham shu Amerikada va boshqa davlatlarda turib bizga telefon qilib ko'ngil bo'lgan qarindoshlarimiz ko'p. Men Kaliforniyada bir akam bor. Bu akamni men vatanlik vaqtimda to'g'ri tilashib ko'rishib qaramishib qildim. Misha kelgandan keyin hozir shuni ko'rishib baxtli vaqtimiz hayotimizda, ammo hayotimda menga nisbatan eng ko'ngil bo'lgan akam shu Kaliforniyalik akamiz bo'ldi. Intayin oq ko'ngil, samimiy, bilim egasi. Hech kimdan shuhrat talab qilmaydi. Endi shu men turayotgan shu Washington alayda rayoni atrofida nurg'un hadilar, sinf, hamshirlar, qarindoshlar, pek oq ko'ngil qarindoshlar bor. Telefonlashadi. Endi men ilgari kelgan vaqtimda nurg'un yomon gaplarni anglaganman shu oq ko'p urushqa, so'qishqa. Rostdan desam, menga ancha kirlarni qo'ndirishga kirishib baqqanlar yo'q emas. Bor. Lekin men bir kir qo'ndirmoqchi ekan, pullamoqchi ekan yoki azar bermoqchi ekan deb buni parvo qilib, buni o'ylab ketmadim. Amal bor, yaxshi tarafdan o'ylab, xushmaslik bo'lganda yoki xato tushunib qolganda degan usullar bilan o'tkazib oxirida shu kishilar o'ziniki xatoliklarini tanib, do'st bo'lib, hamkorlashib, mehr-muhabbatlarni berishib qilyapmiz. Darvaqa vatanning sirtidagi Uyg'urlar o'zi tashna, ham o'zida yo'q bu narsa. Mehr-muhabbat degan narsa Uyg'urlar eng tashna, ammo Uyg'urlarda yo'q bu narsa. O'zimizda yo'q. Yo'q. Endi bu Uyg'urlar o'zida yo'q bo'lgandan keyin o'zini berolmaydi. Yana bir Uyg'urga o'xshash berolmaydi. Berolmagandan keyin bir-biridan ranjish, to'xtamay ranjish qilib chiqadi. Men buni bildim. Men buni bilgandan keyin hech kimdan kutmasligim kerak aslida. Hech kimdan men mehr-muhabbat kutmay, ularga men berishim kerak. Ashta o'yladim o'zimni. Men bu qarindoshlarimiz buni to'lamagan bo'lishi mumkin bu narsani. O'zi bo'lmagandan keyin boshqalarning e'tirof qilishini yaxshi ko'radigan, boshqalarning maqtashini yaxshi ko'radigan, hammadan buni qo'llasa deydigan, ammo hech kimni qo'llamaydigan. Hamma odam o'zining qilganini gavdandirgan, ammo boshqalarning qilganini ko'z yumib oldigan. Hamma odam o'zi tava yig'iladigan odamlar bilan bir guruh bo'ldigan, o'zi bilan ancha aralashmaydigan odamlar dushman ko'rgan bu xil qiyofatlar faqat ro'yi jihatga to'ymaslar. Ya ko'zi pulga to'ymagan yoki ko'zi huquq to'ymagan, ko'zi yoki shuhrat to'ymagan kelib chiqadi. Agar bir odam mol dunyoga to'ygan bo'lsa, shuhrat to'ygan bo'lsa, o'yin tomosha to'ygan bo'lsa, qalbi noyat ozoda, ruhi yashnagan bo'ladi. Bir odam yoki aqida bilan zinat ishlagan qalbini, bir xudoga bo'lgan, bir yuksak bo'lgan bir ruhiyatga, ma'naviy dunyoga bo'lgan narsalar bir zinat ishlagan qalb bo'sh qolmasa bir insonniki. Bo'lmasa, u inson lig'ildab qoldi ekan. Shu men bularga qarata ashuna pas ideyalarga qarata bosh oxir tutgan pozitsiyam
aşı insanlarınki çokum kalbide bir boşluk var, acizlik var deb koyuyor. Aşı bir acizlik köydüm o bir şey. Kandaktı yüksek, üstün doğallık için başkalar keynede, yoki başkalarga qo'pol, reyimsizlik, soğuk muamele qilgan emas, balki qalbida, vujudida mehr muhabbet yo'q. Bo'lishga tegishli. Asli insonlar bo'lishga mehr muhabbet bo'lmaganligi uchun ular berolmaydi deb to'g'ri tushunadi. Hani şu meni muamele, her insanlara imkan kadar yaxshi muamele qilish. Mayli, Allah razı olsun. eski insanlarni ko'rmadim ben. Amerika Uyg'urlardan bir eski insanni ko'rdim. Bu yuragimdan aqida qiladigan gapim. Hem ishildigan gapim. Hamma insonlar suyimli. Hamma insonlar ahko'mil. Faqat mijozlar jihatga tentaklik, o'zaro tushunishmaslik, bir-biriga hech bo'lmasa assalomu alaykum deb biriga salomni kam qilib qo'yish yoki telefonda bir og'iz qilgan ishini ortiq madilab qo'ymaslik yoki odamlar orasida bir og'iz sirishtirib ko'ngliga azob berib qo'yish faqat arzimaydigan o'xshab ishlar bilanlar yaratilish ketgan ahvollar bor. Qandaqdir bu yerda cho'ng bir farq masalasi yo'q. Uyg'urlar har qancha birga turli qalpoqni g'alita siyosiy atalg'ini atib olgan bilan kam doirani olganda nihoyatda kichik bir ramkaga ayrilib ketgan. Dunyoda 4 mingdan ortiq din bor. 6 mingdan ortiq til bor. 200 dan ortiq davlat bor. Shularning orasida Uyg'ur millati intayin kichik turkumdagi ojiz bir guruhdan iborat. Shu ojiz guruhning ichida turayotgan Uyg'urlar yana ishidan mehr muhabbet bermay, bir-biriga sovuq muomala qilishning o'zi bu intayin aqliy jihatni olgan chog'da haddan ortiq nadonlar. Siyosiy jihatni olgan chog'da keyingi chekinish. Gumrohlik. Din jihatni olgan chog'da gumrohlik. Qabul qilmaydigan bir ish. Bo'linishning eng yuqori pallasidan turibmi, uning ishini yana qasdan bo'lishning o'zi pek azoblanarli ish. Shon men bu insonlar orasidagi har qanday sovuqchilikqa qabul qila olmayman. Ko'zga ilmaslikdan qabul qilmayman. Faqat qabul qilmay qolsammi, dek bichora ekanda ma'vu. Mushu nimasi yolg'onchilik qilganini ma'vu deb yurib ketaman. Chunki Xudoning oldida, buyuklarning oldida, bilimliklarning oldida, kuchlarning oldida biz yeshim emas. Shunda turug'liq o'zaro bir-birini kamsitmaslik faqat bema'nilikka teg'imi ko'z qilmaslik sabab bo'ladi. Allah razı olsun. Amerika Uyg'urlaridan men intayin xushal. Kelgandan boshlab hozircha Amerikadagi turli siyosiy iqlimlar bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, qarg'anchilar bo'lsin, hammasilar men qarindosh. Mening Uyg'urdan dushmanim yo'q hozirga qadar. Shunga har qancha azar yesammi, menga bir soatda menga nurg'un gaplar bor ishlar. Qayirjon sizni palon bunda deydi. Meni so'qash ko'rish uchun men uni bilmayman. Uning unda demaydiganligini bilaman. Men ashuni anglasam, nima deb o'ylayman? Darhol inkosini kallamda. Men kirmayman bu o'yinga deb o'ylayman. Birinchi olgan inkosim. Meni boshqalar har qancha yomon deb kelsa, men darhol unutib ketaman. Ash odamning inkosini bilmayman hatta. Yaxshi deb turman. Menda ashuna illat bor. Men intayin nachar yerlarim bor meni. Fazilatsiz yerlarim bor. Men intayin yaxshi tirishchiligimda. Men o'zimga deb ash gaplarni ilhom olib, o'zimga bismni yuqorlashtirib turman. O'zimga bism qilaman. Qandaqli hech qanday odamga bism keldirmayman. Hamma odam mendan ulug'. Butun Uyg'ur mendan ulug'. Butun Uyg'ur mendan bilimli. Butun Uyg'ur mendan boy. Butun Uyg'ur mendan axloqli. Men Uyg'urning ichidagi eng axloqsizi. Men Uyg'urning ichidagi eng g'urni. Men Uyg'urning ichidagi eng makli. Men Uyg'urning ichidagi eng namrti. Men shunda deyman. Mintillah. Tilimiz bo'lsa mintillah. Uyg'ur tillama. Uyg'urning ichidagi eng namrti siz bo'lsangiz, undaqda bizning ichida ajoyib ixtisos egalari, ajoyib tashviqotchilar, ajoyib bilim odamlari bor degan gap. Ammo topolmayapmiz-da chataqi. Albatta qo'shilaman. So'zingiz to'g'ridir. Xo'sh. Bu chiqdi. Uyg'urning ashunda yaxshilari, ashunda iqtidorliklari, tirishchanliklari, boylari hammasi bor Uyg'urda. Aralashmaydi. Ko'z ko'rinmaydi. Nima uchun? Uyg'urning umumiy siyosiy muhiti jidal bilan, ishonmaslik bilan ikki narsa yig'inchoqlar vaqtida muhabbat yo'q, ishonch yo'q. Mehr muhabbat yo'q, ishonch bo'lmasa, kishilar Uyg'urning davosini qilibmi?
10 yıl, 20 yıl kılıvatkanlar muşunda til iştivatsa, hakaret anlamazsa, kimden kız kıldıkken bu devanı? Diyen gitmeden köp anladı. Yaş ballarını buna gidip aldım. Yaş ballarını gibi. Biz çoğunluğa karab ümit sızınvatımız, o'sha bir-biridan so'qishvassa, tillashvassa, bizning qanday kirgimiz keldi degan aldım. Şuna bizning birdan-bir qildigan ishimiz Uyg'urda eski adam yok. Uyg'urda nachar adam yok. Uyg'urning hammasi so'yimli. Uyg'urning hammasi nochi. Uyg'urning hammasi ixtiroga ideyani hammaga singdirish kerak. Bo'lsa 2019-yili Uyg'urga ishonch berish yili. Uyg'urga muhabbat berish yili qilish kerak. Uyg'ur ishonch bo'lmay, muhabbat bo'lmay, Uyg'ur hech qilolmaydi. Uyg'urning yoshlari, kelajak avlod bugungi da'voga kiritmaydi. Uyg'urning ilgirki bizning pishqalab o'tirib chiqqanlar Uyg'urlik uchun kurash qilganligi uchun ular faxrlanganligini, so'yilganligini jamoatga bildirsa, bu xalq shuni jafo tortgan odamlarning hurmati bo'lmasa, bizga nima bor deb o'ylaydi. Aram yashayotsa, o'zimizning shaxsiy turishimiz tursa, bolalarimiz tursa, biz da'voga qatnashsak, ayolimiz yoki yo'ldoshimiz yoki bolalarimiz azor yesa, onundan ko'ra xotirjam yasoq bo'lmamdi degan anglab keldi. Shuning uchun siyosiy da'vodagi rahbarlarni tortib bir-bir hujum qilishni qat'iy to'xtatish kerak. Hech qanday asos yo'q. U xil da'vo qilgan, urush qilgan hech qanday bir sabab yo'q. Qabul qilib bo'lmaydi. Shunga birdan-bir qildigan ishimiz bugungi kunda mehr muhabbat berish kerak. Uyg'urga ishonch berish kerak. Texmi ko'p yoshlarni, texmi ko'p talantlarni qo'shish kerak. Men bilaman, Amerikaning o'zida minglagan bilimliklar bor. Nurg'un iqtidorli yoshlar bor. Texnika, madaniyat sohasida. Ular qo'shish kerak. Turkiyada bor, ko'milib qolgan. Yevropada bor, Avustraliyada bor, Yaponiyada bor. Ashuna hammasi qo'shilgan vaqtida bütün Uyg'ur yoshlari mushu harakat otlangan vaqtida uningki Uyg'urda umid bor. Uyg'urda monopollikni tashlash kerak. Kontrolni tashlash kerak. Hamma Uyg'ur otlangan vaqtida bizning bugungi realligimizda o'zgarish bo'ldi. Allah razı olsun. Muş monopolluqni tashlash, kontrolluqni tashlash degan gapingiz menga birinchi intayin birinchi sıraga oldi. Chunki biz aslında tarixiy 10-15 yil jarayonida yoshlar biroz kontrol qilindi. Hozir kontrol qilinish chiqadi, ammo yoshlar biroz yomon kelib, inshaalloh o'zining iqtidori bilan biroz erkin zanjirni muasirni besib chiqib o'zining iqtidorini ishga solyapti. Bu yerda men abay ikramninki beshida, ya'ni suhbatning beshida qarindoshlarga deb qo'ymoqchi edim. Bugun Turkiyada Sayın Recep Tayyip Erdoğan efendimninki öz qo'lidan bu bilimlik yoshlar mukofotini olgan qarindoshimiz Burhan Seyidini tabriklab bu so'z bilan kiray deb unutdim. Ammo hozir men naq maydonda bu qarindoshimizni bir telefon qilsam, abay bir ko'rishgan to'q. O'zi aeroplan stansiyasiga chiqayotganligini nem qildi. Agar aeroplan chiqib bo'lmagan bo'lsa, telefonimizni oladi. Naq maydonda qarindoshimizning o'z og'zidan bir bugungi faoliyatini bir anlab baqsaq deyman. Shunaqa qilsak bo'lamdi? Evet bo'ldi. So'zingizni kesib o'tdimmi? Birozdan keyin yana davom qilaylik. Bo'ldi. Herhalde birazdan keyin yana urib baqay. Chunki sirtda ular hozir. Allah razı olsun, bu nayt isil so'zlar bo'lyapti. Bizga nayt keraklik bo'lgan so'zlar. Zodi men so'ray deb to'g'andim sizdan, masalan. Qarindoshimiz o'zi yana qaytdi, men telefonni olay. Assalomu alaykum. Bugün Uygurlar için Türkiye'de yeni bir yangilik yoki bir g'alaba desak mi bo'ladi? Chunki Türklermi bularningki ziyolileri Uyg'ur xalqining ichidan bu yaqinqi zamonda iqtidorli, qobiliyatli yoshlarning chiqayotganligini amaliy ko'z bilan ko'rdi.
hamda bir davlatning jumhur raisining qo'lidan mukofot ilishning o'zimi bir yana bir aloyidilik. Qarindishimiz har holda telefonni qilolmay qoldi. Aleyküm, rahmat. Ben hazır müştep aeroplan uçtu. Telefon alamayman. Bize kechikib qaldingiz. 9:50 dedim hemen. Aeroplanda bo'lib qolganlik uchun hozir telefon ololmay qolibdi. Bo'ladi, qarindishimizga muboraklar bo'lsin butun Uyg'ur xalqi nomidan, bizningki nomimizdan inshaalloh mushuning o'xshagan Burhan qarindishimizga o'xshagan ko'plagan iqtidorli yoshlarning chiqishini umid qilamiz maylan. Qarindoshlarimiz ba'zi savollarni so'rag'ili boshladi. Bir qarindishimiz abay so'raganti, chet elga chiqqili qancha yil bo'ldi deb. Buni qisqa javob bersangiz, men savollarni tugatib, yana sizga qayta so'z bersin. Chet elga chiqqili qancha yil bo'ldi o'zingizga? Chet elga chiqqili menga shu kelar yili 2 oy kelsa 2 yil bo'ldi. Hozir 1 yil 10 oy bo'ldi. 1 yil 10 oy ichida o'qishingizni boshdan davom qilib, undan keyin hozir bu Uyg'ur agentlik xizmatini boshlagan uchun Uyg'ur agentligini biz 2018 yili 5-oyning 5-kunisi, ya'ni Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayrami kuni qurdik. Dastlabda men 4 oy o'zim yolg'iz ishildim bunga. Uyg'urcha, turkcha, arabcha, turkcha, xitoycha, uyg'urcha 3 kanalni yechib shu 3 oy ichida davomlashtirib keldim. Keyin bu qilayotgan ishlarimizni ko'rgan nurg'un qarindoshlarimiz suyunib, buniki ta'sirini, ahamiyatini his qildi. Nurg'un qarindoshlar ko'rilish sonini oshdi. Lekin jamiyatda nurg'un ijobiy ideyalar, g'arbning bizga qanday qaraydiganligi, g'arb axborot vositalarida Uyg'urlarning da'vi qanchalik anglatiyotir, g'arblar Uyg'urlarni qanchalik taniydi, biladi degan narsalarni asta singdirdi. Bu media xizmati bir aqlam bo'lmaydi, asta bo'ladi. Shundan taxmin ko'p qarindoshlar qo'shildi. Hozir bir 100 dan ortiq fidoyilarimiz bor dunyoda qaysi joylarda. Biz planlagan til jami 12 til, ammo hozir bizda aktiv bo'layotgan til 8 tilda aktiv bo'lyapti. Buning ichida Uyg'ur tilining ko'rilishi 3-o'rinda turadi. Xitoy tilining ko'rilishi 1-o'rinda turadi. Lekin turkchaning ko'rilishi yaxshi. Lekin yaponcha, ruscha kanallarimiz yaxshi bo'lyapti. Bunga har qaysi tildagi qarindoshlarimizga men turib Alloh rahmat aytaman. Masalan, alaylik bizning har qaysi Yaponiyada qilayotgan qarindoshlarimiz Yaponiyada turib ishlaydi. Ular yaponchaga, uyg'urchaga intayin yaxshi, inglizchaga yaxshi, xitoychaga yaxshi. Yaponchaga yozish uchun ular turkchadan tarjima qildi ba'zida, ba'zi uyg'urchadan tarjima qildi, ba'zi inglizchadan tarjima qildi. Ya'ni ko'p tilli bizning shu axborot qonunimizdagi qarindoshlarimizning hammasi eng kam bo'lganda 4 til biladi. Bizningki Uyg'ur qarindoshlarimiz soni eng az bo'lganda 4 til biladi. Uyg'urcha, inglizcha, xitoycha o'z turayotgan davlatning tili. Shu qarindoshlarimiz mushu tillar bilan Alloh rahmat aytaman. Ammo ashning ichida nurg'unlar o'qiyotdi. Ya'ni ba'zilar ishlaydi. Shunday turib vaqt chiqarib bir parcha maqola tayyorlash uchun ham bo'lganda 3-4 soat vaqt ketadi. Buni tahrirlab, to'rtni izlaydi, yozadi, tarjima qiladi, tahrirlaydi, e'lon qiladi, tarqatadi. Mush ishning hammasida qarindoshlarimiz ko'p ajr chiqadi. Ashning hammasida bir umid bor. Mening xalqim bir yangi narsani bilsa, mening xalqim bir narsani tushunsa, mening xalqimga bir foydali bir narsani yetkazib olsa, men boshqa ish qilolmadim. Mushu qilgan xizmatimdan bir millatim uchun bir foydali bir ish qilsa deb o'ylayman. Boshqa tillarni tarjima qilayotganlar bo'lsa, masalan arabcha, xitoycha, inglizcha, ularning o'zimi shu qadar fidoyilik bilan pedagoglik qiladiki, boshqa tildagi millatlarga Uyg'urning manfaatiga vakillik qilgan, Uyg'urning maydoniga vakillik qilgan ko'z qarashlarni, xabarlarni to'g'ri vaqtida aniq yetkazsa, boshqa millatlar bizning ahvolimizni bilsa, ozroq bo'lsa-mu bir vaziyat o'zgarish bo'lib qolarmiki, bir Uyg'ur bo'lsa-mu ozroq tutqun qilinarmiki, Xitoy davlatining moyiti rasligi takrar bo'lsin, pash bo'lsin degan idea bilan qilyapti. Men bekcha misollar deyman. Masalan, Turkiyada turib bizga o'zing bolasi va
bekib turib fidoyi bo'layotgan hemşehrilerimiz bor. Biz ularga maaş bermaymiz. Amerikada turib qattiq ishlab turib 12 saat ishlab turib, yana uyga kelib, uxlashdan burun 2 saat o'tirib, kompyuterning oldiga kirib, kunlik xabarlarni bir yo'qlab o'tib, darhol buyumlarni tanlab, tarjima qilib sunadigan qarindoshlarimiz bor. Men uldagi ruhni Uyg'urdagi go'zallik, axloq, fazilat, jasurlik deb bilaman. Agar uning qo'liga mushu ishni qila olgan odam, qo'liga qalam ola olgan odam, Qur'onni ola oladi. Qo'liga qalam ola olgan odam, Qur'on ola oladi. Qalam degan boshlanishi. Sana qo'lingni tayyor bo'lgan bir imkon bo'ldi. Sen uni ishlatameding. Shu kelgusida Qur'onni gibi qilma. Sen xalqning iddiasini to'g'ri yetaklaysan. Dunyoning ko'z qarashini, rezillikning moyitini, qirg'inchilikning moyitini ish tashlab berib, to'g'ri yetaklaysan. Bu shunday bir fursat bor. Qo'lingda dunyodagi eng ulug' bo'lgan Qur'on, yanfun bor. Sen bu Qur'onni ishlatmaysan. Yani En ötkür nesle, imdatlar, tekniki var. Lahileştirilip, Uygur için en güzel lahilerini varlık götüremeyse. Bunu kılmayı durup ne iş kılırdı? Aval dünyanın özü, bütün dünyanın özü Uygur'un değerini bile, kırıcılığın mahiyetini düşünüp, Kıtay'ın rezillikini bilip, bizden bir semt tutulsun. Onunla özgürlük kandağı boldu bombamış vakit bilişimiz gerek. Nurgun kişiler değdi ona. Bu yazganlarının, tercümanların kancılık ehemmiyeti var. Bekçik ehemmiyeti var. Bekçik ehemmiyeti var. Özgertdi onu eslerini. Ben hazır yaman getirmeni kılsam, sert getirmeni kılsam, bana minlara adam yaman getirmeni kalpak geygizdi. Gep ağzını çıkalım için. Eğer ben Facebook'a yoki to'y bitimizga bir adamni tanqid qilib, ma'lum bir tashkilotni qorlab bir narsa yozsam, adamdan ikkiga bo'lib darhol. Tashkilotni oqlaydi, meni qorlaydi. Demak, tashkilotning roli shunchalik. Adamlar ikkiga bo'lindi. Bir qismlarda. Yana bir qismi qarshidagi hurra deb o'tadi. Chunki insoniyat ashunday yaratilgan. Avval iddia, so'z, harakat. İddiaga ta'sir qiladi, so'zlaydi, harakat qiladi. Bütün askarlarga avval so'zlab, vatanni qo'llashni sindirib, vatanni ozod qilamiz, vatan kurashimiz degan bir iddia sindirilgandan keyin haqlar vatan uchun harakat qilgan bo'ldi. Shuning uchun iddia tashviqot birinchi o'rinda turdi. İddia tashviqot bo'lmaydigan dunyoda qalamoqchilar. Nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini bilib bo'lmaydi. Hamkorlashib bo'lmaydi, ittifoqlashib bo'lmaydi, birikib bo'lmaydi. Shuna bizning qilayotgan ishimiz emas. Uyg'urlarning qilgan ishi emas. Tecelli Kırnaşlar Stüdyosu, Ahmetcan Kaşgari'nin Pidaylar Stüdyosu, İstiklal Televizyası, Şark Türkistan Medyası, Eynek Haberleri, Erkin Asır Radyosu, Uygur Haberleri, Muşul'un hepsinin en büyük töpüsü var. Selçalı olmayan töpüsü var. Ve aşağıda milletimin namı rahmet edime. Bizge yol gösterken, bizde bunu başlayan, Muşul olmayan, her bir kardeşimden milletimin namı rahmet edime. Türmedeki kındaşımın namı rahmet edime. Lagirdeki kındaşımın namı rahmet edime. Sizler dünyadaki en büyük insanlar. Çünkü sizler Uygur'un derdini roşurlanmayı bir yere ekeldirler. Abdurrahman Esen kırındışı, Harmurat kırındışı, Abdüveli Ayıp kırındışı, Abdügni, Abdürimcan Gri kırındışı, Abdügni Sabit kırındışı, Roşan Abbas Hede, Nuri Türkel Akimiz, Ömer Kınat Ustazımız. Bu şunun hepsi Uygur'un ulu adamları. Biz rahmet issa kolu süysek olur insanlar. Çünkü onlar Uygur da güreş kılmaktadır. Uygur'un değerini anlatadır. Eğer ulanı müdürlemese, dünya bilmese, Kıtay'ın rezillikini tanımasa, biz bir gün bunun da mı yerin kullanı köken buladık? Çünkü Kıtay bek rezil, bek güçlü. Rezillik bilen güçlülük birleşken vaxtıda akıbetini tasavvur kılınmaydı. Rezillik bilen güçlülük birleşken vaxtıda akıbetini tasavvur kılınmaydı. Şuna bizden ziyali ustazlarımızın erkinside Katarlı nurgun ustazlarımız var, akıllarımız var. Türkiye'de var, Erkin Ekrem akımız var, Erkin Tarım akımız var, Abdülhamid Karhan dostlarımız var, Avrupa'da var. Muşulun hepsi rahmet yetişimiz gerek. Bunlar küçük çıkırmatıdır, milletin işlerini kılmatıdır. Teşkilatçı ustazlarımız var. Rabia Hanım akımız var, Dolkun Eysa akımız var, Sittom Türk akımız var. Salih kardeşimiz var.
Muşunun hepsi çalışmadıdır. Muşunun hepsi ulug' insonlar milliyatda. Mesela men alakamiz var çünkü bütün vücudu bilen hareketlerini kılvatıdı. Yazıvatıdı, sözlevatıdı, faaliyetlerini kılvatıdı. 2018 yılında Uygurlar gayet zor işlerini kıldı. Gayet zor işlerini kıldı. Eğer onun hepsi məlum bir coğrafilik rayonu boğan olsa, onun kılan işte pek çok işte asıl boğan buladı. Uygurlar pek dakika boğan boğan çıkar. Bir devlette azraq, bir devlette azraq boğan boğan bu işler, kılan işlerimiz gözümüz görmeyediği kırımdaşlar. Gözümüz itiraf kılmamız gelmeyi bazıda. Pek çok işkide bizim bu kırımdaşlarımız. Teşvikatçılarımız, teşkilatçılarımız. Çünkü ben kılavatkan boğan çıkı bilemem. Bir parça makale için kancık iş gidiyor. Bir herlen namayiş bilinler desek 2 saat işini koyma, kiyim almashtırma, maşin to'xtaya tapma, ruxsat so'rayma, nurg'un ishlarni o'rlashadi. Ammo tashqari uyushtirganlarchi planlaydi, ruxsat oladi, plakatlarni tayyorlaydi, bayroqlarni tayyorlaydi, saqchilar deydi, nurg'un ishlar qilib bu yerda. Mush ishlar qilayotgan odamlarning ajri oz emas. Bu millatning da'vosi bo'lgan odamlarni tillash, haqorat qilish nomussizlar. Uyg'urning o'zini tillash birinchi son nomussizlar. Uyg'urning davosini topgan Uyg'urlarni haqoratlash, tillash, tilimi çok nomussizlar. Sonra Uyg'urni tillashda 2019-yili Uyg'urni tillagan Uyg'urni cho'qim Uyg'urlar hurmat nazaridan tashlash kerak. Uyg'urni tillagan Uyg'urlar hurmat qilmasligi kerak. 2019 yılı Mehri Şefkat yılı Mehri Şefkat yılı bolsun ki işenç yılı nebret yılı bulmasın demekçisiz yani. Ben demekçi 2019 yılı abaydı. Uygurlar 2019 yılını Uygur'a işiniş, Uygur'a muhabbet bir yılı kiliş gerek. Meyli vatandaki Uygurlar olsun, çeteldeki Uygurlar olsun, teşkilatlar Arap olsun, ziyaliler Arap olsun, bölün için topluluş gerek. Özara işiniş, yani Uygur çoğun erkinlik ilişkileriydi o. Uygur dünyadaki en yaxşı millet. Uygur çoğun muşu naçar pillerden kurtuldu diye çok işiniş gerek. Uygurların güzel, yaxşı, adil, marifetperver, merdani millet gelip işiniş gerek. Bunu çoğun ehlileştiriş gerek. Hem de ne gibi muhabbet birimizse her bir Uygur özümüzden ailemizge, prezidentlerimizge, ballarımızga, kulum koçlarımızga emes, la emes, bütün dünyadaki Uygurlarga, dünyanın her kınadaki Uygurlarga, vatandaki Uygurlarga, rehberlerimizge, teşkilatlarımızga, hem bizge bir muhabbet etmemiz gerek. Bizde talışıdığan, hiç kanda unvan yok. Köpük emisi. Karındaşa size depoyay. Talaşkan basanın bilip kalanlar. Köpük. Sizler əhəti eləmişlər, övgülük eləmişlər, oxumaysızlar. Sizlər tarixat eləmişlər, həmisi mazğap yaxşı. Dəftərin yazılmaydı. Fəqət onların dəftəri yazıldı. Fəqət xalqның bir qismi əslaydı. 20 yıldan nurva adam unutup gidiyordu. Sizler bütün dünyamını yatırıldığın çoğban bunu boylap kalmanlar. Sizler fəqət bugün günü mesutun adaksanan oldu. Bugün günde benim kallamı düşen bir insan borusuttum bilen, bir Uygur borusuttum bilen, benim beşimi düşen mesuliyet degen zat nime? Şunu olan işiniz gerek, şunu olan akıllık gerek. Kalan o 100 yıllık ben kahraman bulup da Uygurların heykelimizde hamkıya. Siz bütün vücudunuzla milleti iş kılın. Cininizi dikip koyun. Siz halkların əslinisiniz. Halk sizin yaxşı görür. Hoş yapmagan bitti. Mesuliyetsizlik bilen. Amal yok gelmiş. Öcülük gelmez. Benim oğlu sözler tuttu. O bizim iken. Muşokil mesuliyetsizlik bilen öcülükken hayatımız. Muşokil mehri muhabbetsizlik bilen. Soğuk bilen. Soğuk ve öcülükken. Halk mı eslemeydi sizni? Esledan halk mıkamlaydı. Halk mı eslemeydi? Esledan halk mıkamlaydı. Eğer her bir Uygur halkның bana boğan bağısı mühim emas. Benim birden-bir mesuliyetim, ademiylikimning birden-bir kıymeti, hayatımның birden-bir kıymeti Uygur için hareket kılışlatıp qarıgan vaqtida o Uygur uluğundu, o Uygur'u esledan halk çıkıyordu. Allah razı olsun. Yani 2019 yıllık nispeten
Nəhayət yaxşı bir planni, bir idevi qarashni o'tirib qo'ydingiz. Alloh rozi bo'lsin. Bunun endi biroz qaratmaliq shaklda, masalan, mush mehribonlik, bir-birimizga muhabbat berish masalasida kichikkina ichib buni so'zlab berarmisiz yana? Konkretroq bir narsa anglamasam. Buludu. Ben bunu da uygulanlarımda. Birincisi 2019 yılı Uygurlarınki mehri muhabbet, işenç yılı buluş gerek degende qanday icraatımızda, qanday konkret hareketleri var degen çağda. Birincisi hamma Uygur bir-biriga yaxshi gap qilish kerak. Yaxshi gap qilish kerak. Yaxshi gap assalomu alaykumdan boshlandi. Yaxshi gapning birincisi assalomu alaykumdan yaxshi boshlandi. Tinchlikmi, qanday ahvolingiz, oilangiz qanday, bolalaringiz yaxshimi, tinimiz salomatmi, qanday ilgirlashlar, qanday yaxshiliklar bor degan mehr muhabbatli so'zdan boshlandi. Ahvol so'rashdan boshlandi. Ya'ni bunday aytgan chog'da ahvol so'rashdan boshlandi. Ikkinchisi cho'qimki bir Uyg'urga o'zi bilgan yaxshi narsalarni tavsiya qilish, yaxshi narsalarni tavsiya qilish, yomon deb qaralgan bo'lsa, bir gap bo'lib qolsa, uni eskartib qo'yish boshlandi. İkincisi. Lekin bu xalqning haqiqiy ideyatini istifodalanmaydi. Haqiqiy ideyatini qabul qilib bo'lmaydi. Mening to'g'ri aslining xato deganni Uyg'urlar birga majburlamaslik kerak. Har bir odamning tanlash erkinligi bor. Har bir odamning o'zi to'g'ri deb qaragan yo'lda minish erkinligi bor. Ammo biz Uyg'ur bo'lishimizdan boshqalarga do'stim, birodarim, qarindishim, vatandishim, millatishim, dindishim, sana bunda tavsiyalarim bor. Yoki mandaq bo'lsa, mandaq bo'ladi. Haqoratlik qilmay, tanqid qilmay, uning g'ururi tegmay, izzat tegmay turib, uningga do'stlari ta'kid fikr berish har bir Uyg'urniki ikkinchi qilgan muhim ishlar. Uchinchisi, Uyg'urda tillab mushkulga keldi. Ne qancha yil tilliq men buni bilmayman. Men tug'ilsam tillaga ahvoli bor ekan. Vatandim tillashimiz. Bu bor vatandim, ishadi bu bor. Lekin vatandikidan chet elda tillash yig'ir ekan. Biz şu an yaşadık vatanda Uygurlar çokum tillashish degan narsani butunlay yo'qotish kerak. Chunki hech qanday ahamiyat yo'q. Men birisini tillasam, mening çokum anglaydigan til aqrat bo'ladi. Men birisini sen degan bo'lsam, mening anglaydigan sendan yig'i so'z bo'ladi. Çokum biz kishilarga intayin go'zal ravishda, madaniy ravishda, insoniy ravishda mehr muhabbet so'zlashimiz kerak. Biz hurmat ko'rmoqchi bo'lsak, qarindoshlarcha mehr muhabbet dersek, insani mehr muhabbet dersek, qarindoshimizning hammasi sarang emas. Yaxshi gap qiladi, yomon gap qiladigan. Ta'min tilaydi ekan bu, men tilayman. Bu intayin to'van seviyadagi gapi bu. Qasini tilasa yaxshi gapda. Sen kishilarga mehr muhabbet bersan, seni aman tushidi kishilar. Seni to'g'riligini aman biladi. Biz chet ellik Uyg'urlarniki o'zining davlat turayotgan bir chet ellikdan farqimiz bor. Chet elliklar faqat jinini baxslam kifoyalandi. Yaxshi o'qisa, pul topsam kifoyalanadi. Uyg'urning oldida ish bor. Birisi chet elda turib, chet elliklar bilan raqobatlash, o'qib ishlaymiz. Ikkinchisi, vatanning g'irnatlashimiz kerak. Urug' tuqqanimizni g'irnatlashimiz kerak. Mushunda endi uchinchisi deb qolsak yana biz chet eldagi Uyg'urlar bilan munosabat masalasi bor. Bu munosabat gohida so'roq, gohida qizg'in bo'ladi. Mushunda yig'ir masalaga duch kelayotgan vaqtimizda her bir Uygur'un bir muhtaç bo'lganini, aşı Uygur'unki o'zaro mehr muhabbetin başına emas. Bizga chet elda bir raqobat qilyapsa, Xitoyda bir bisim qilyapsa, so'g'uq chimkada qaysi bir Uygurning yurib ketiraydi? Men mehr muhabbetga intayin muhtaç bir odamman. Yolg'iz yashayman. 24 soatning ichida men agar WhatsAppda telefonda bir Uyg'urcha gap qilmasam, Uyg'ur bilan ko'rishmayman. Haftalar o'tib ketadi, Uyg'ur bilan ko'rishmay didorlashib o'tib menga. Mektep görme, kütüphane girme, başkanlık girme. Bunun için adam Uygur'un ihtiyacı var. Uygur'un ihtiyacı var. Çünkü bütün şiddetlerin, bütün Uygurlar birbirine boğan yaman sözlerden, yaman araçlardan, yaman baharını saklaş gerek. Bunun hiçbir faydası yok. Birbirinin ölç kılışka, Uygur milletini öldürüşke, Uygur milletini kırgınlaşka faydası var ki, Xitay üçün faydası var ki, Uygur'un öz üçün faydası yok. Dördüncü təklifim, Uygurlar çoxum özünün milli mədəniyyətini tərəqqi etməsi chet eldə. Uygurlar özünün milli mədəniyyətini, milli sənət tərəqqi etməsi kerak. Qanday tərəqqi etməsi? Uygurlar
Bütün dünya Uygurlarını Xitayning terrorchi degan qolpiqidan ayirib ololmay avara. Xitoy bütün vücudu bilan Uygurlarni 2 milyon emas, 5 milyon hatta 10 milyonunu biz qarasak solaymiz nima deydi? Chunki ular terrorchi deyapti. G'arbdagi demokratik erkin davlatlardagi insonlar Uygurlar terrorchi emas deb mushu xil ongni Uygurlar tushuntiryapti. Uygurlar terrorchi emas deb medialar so'zlayapti. Biz Uygurlar qanday qilishimiz kerak bo'lsa, dunyoda Uyg'ur millati qutqizgan bir narsa bor. Dunyoda Uyg'ur millati qutqizgan faqat Uyg'ur madaniyati bor. Uyg'ur madaniyatidan boshqa hech qanday bir narsa Uyg'ur millatini qutqizira olmaydi. Bunga qat'iy ishlash kerak. Uyg'ur madaniyatida san'at bor, usul bor, musiqa bor, kiyim-kechak bor, yemek-ichmak bor, uy bor, tilimiz bor, chiroyimiz bor. Bu narsaning hammasi Uyg'urning boshqa millatdan, Xitoyning farqlangan eng cho'ng vositamiz. Uyg'urni Xudoyim buyuk yaratuvchi Alloh bizga Uyg'ur uchun eng zarur bo'lgan narsani bersa, til, madaniyat, yoziq, kiyim-kechak, yemek-ichmak, musiqa, san'at, usul. Hamma narsani bersa, buni tashlab voz kechib, boshqa madaniyatlarni, boshqa yili g'arbni, yili arabni, yili boshqani uning hojati yo'q. Yaponiyaga borsak, Yaponiya aylanib ketishimiz kerakmi? Turkiyaga borsak, Turk aylanib ketamiz. Men Amerikaga keldim. Amerikada qolib ketaman. Ana bo'lsa, vatandagi Uyg'urlar Xitoy bo'lishini qilib aytib qo'ydi o'chanda. Uyg'ur faqat Uyg'ur bo'lgan vaqtda bizning da'voyimiz rostchi bo'ldi. Uyg'ur faqat Uyg'ur madaniyat saqlab qolgan vaqtda siyosiylarniki da'vosi aqidi. Siyosiylarimizniki eng cho'ng xatoligi nima deganlar desa, Uyg'ur madaniyatidan foydalanmaslikda. Uyg'ur madaniyat tashmishiga aylangan. Agar Uyg'ur madaniyatidan foydalansa, bugun siyosiylar bütün dunyoga vocho, mushunda büyük, mushunda güzel, mushunda ajoyib parlaq bir madaniyatdan, yüksek, büyük olan bir san'atning egalari qirg'in qilayotganda bu insoniyat uchun eng bir fojia degan anglashildi. Lekin Xitoy dunyoga Uyg'urni radikallik yuzlashida Uyg'ur milliy madaniyatiga omroq bo'lmasligida o'zi gavdalasini foydalanib turib dunyoga radikal deyapti. Bunga nurg'un qirlashlar usul o'ynayapti. Shuning deydig'ini 2019-yili Uyg'urning mehr muhabbat va ishonch yili bo'lishi kerak. Buningda 5-buyum tadbir Uyg'ur milliy madaniyati, Uyg'ur milliy san'atidan cho'qim foydalanish kerak. Agar milliy madaniyat va san'atni foydalanmaydi ekansiz, siz Uyg'ur bo'lolmaysiz. Uyg'ur uchun paylı iş qilmay, ziyanli ish qilgan bo'lsa. Dunyoga men Uyg'ur, boshqa hech nima emas deyish kerak. Men Uyg'ur, faqat men Uyg'ur. Xitoy meni Uyg'ur bo'lganligimdan qirg'in deyish kerak. Ash zaminning egisi men Uyg'ur bo'lganligim uchun qirg'in deyish kerak. Boshqa hech qanday gap ahmaydi, yolg'on bo'ladi. Xitoy bizdan bugungi kunda men Uyg'ur axborot agentligi bo'lg'achqa bizga xabarlarning eng yangilari keldi. 3 kundan oldin bizga xabar keldi. Vatanda bizning Uyg'uriston, Sharqiy Turkistonda Xitoy hukumati Uyg'ur degan nomni ishlatishdan cheklabdi. Uyg'ur degan millat atalg'usini ishlatishdan, masalan, Uyg'ur qarg'anchilar uyushmasi, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur san'ati, Uyg'ur qonunimiz degan mushkil gaplarni cheklabdi Xitoy. Bu nima derak berdi? Xitoyning eng ashaddiy bo'layotgan narsa Uyg'ur degan millat. Faqat ma'muriy qatlamlardan hozir deydigan Uyg'ur degan gaplar. Hükümet çıralardan Uygur'un dikkat anti dedi. Lakin Uygurların özü men Uygur'tum, belki men Uygur milli medeniyeti, Uygur sanatı, Uygur müzikisi diye bu gaplar işletse bombaydı ekan. Bunun o'rnida deydigan Cunhua medeniyeti, Cunhua milleti, Cunhua muqami. Bu gaplar deydigan. Bu bir millet yo'qligi eng yuqori palla so'ladi u. Ashunda turvasa, ashin bilib turibmayna Uyg'ur degan nomni vositga odamlar chetdan turadi. Chetdan chiqma Uyg'ur degan milliy nomni Uyg'ur milliy madaniyatida Uyg'ur milliy san'atini vositga nadonlarimiz bor. Xitoy bilan o'xshash bo'lsa turib Uyg'urlikni vositga insonlar bor. Yani bu cihette Allah razı olsun. Sözünüzden eğer ayağı bolsa xulasını verseniz menden başka sorunu sorsam oldu. Şuna 2009-yılı Uygurlarınki biri bo'lgan ishonch, muhabbet bo'lishimiz uchun Uygurlar ahirida san'atimizdan eng yaxshi foydalanish kerak. San'at birbirimizni jamlaydi. Madaniyat birbirimizni gavlandirdi. Bizningki
Özümüzün örf adetlerimiz var, özümüzdeki ahlak kaide usullarımız var. Bu kaide usullarımız, bu medeniyetlerimiz şu kadar güzel, şu kadar yaxşı. Dünyada her millet bizim düşergen vaxtida bizim ügündüğün bir büyük millettir. Aslında büyük milletki Xitay hasadxo'rlik bilan, chidamaslik bilan butkul dunyoni, Xitayni emas, O'rta Osiyoni, Yevro Osiyoni mushu madaniyat, mushu yuksak bilan kelgusida bir o'zgarish yasaydigan bir millat. Uyg'urninki iqtisodiy kuchini, taraqqiyotni Xitoy his qilganlikdan, yo'shirin kuchini, potential energy'ni ko'rgandan kelgusidagi mushningga qilgan xiris bo'lyotdi. Bu butkul faqat vatanni yetam qolmay bular Xitoyniki shu Markaziy Yevro Osiyodagi hukmronligiga, diktatorligiga eng cho'ng xiris bo'lgan millat Uyg'urlar hisoblanadi. U nima deydi? Uyg'urning yoshirin kuchi Uyg'ur madaniyatidan keldi. Uyg'ur yoshirin kuchini oshirmay turib, Uyg'urning ishonch me'morini oshirmay turib, hech qilolmaymiz. Elbette Allah razı olsun. Bu cihette nurgun ziyalilerimiz, yazgıcılarımız, şairlerimiz ve mesela siyasetçilerimiz hem bu şekilde. Siz hem de biraz içip bununki en gevurlik tarafını yorutup veriyorsunuz. Ama bunun yanılam elbette bunu deydiğalı yolbaşçılığa, çoğunluğa, alımla dep kelivatdı diyor ama bu bir emelge aşmavatkan bir mesele var. Emelge işivatı ama siz degandek yeterlik emas bu meselede. Bunu başlamçılık rolünü oynavatkan kişilerge ne mi sözünüz var? Yani ziyalıyla cemaati değil, alımla, doktorla, siyasi yollarımız. Bunlara kaysi şekilde bizim bunlara ders üretgidek avalımız yok şundaqtı mı ama bizni deyişki mecbur kılıvatkanları mı var? Özü değil mi? Değil mi? Bular ne deysiz? Aldı bilen aşı bütün dünyanın arpasındaki kırımdaşlar Uyghur milli medeniyetiga Çin dili bilen işenç qilgan vaqtida, mehrimonlik qilgan vaqtida bugungi gapimizniki anglag'is qiladigan bir odamlar bo'ldi. Anglay oladi. Uyg'urga ishonchisi bo'lsa, birodar. Uyg'ur mehrimonligi bo'lsa, gapimizniki yoki ahangida yoki til iborida o'zi yoqmaydigan gap bo'lsa-mu, gapimizning mohiyatini faqat Uyg'urga bo'lgan mehr-muhabbati, Uyg'urga bo'lgan sevgisi, ishonchi bilan bu qo'bul qilgan. Bu birinchi deydigan gapim, kim bo'lsa qanday Uyg'urga ishonchi yo'q, Uyg'urga mehr-muhabbati bo'lmasa, u ziyoli emas. U siyosiy emas, faoliyat emas, u ishma emas. Uyg'urga mehr-muhabbati bo'lmasa bir odamning, ishonch bo'lsa u ishma emas. Shuni birinchi deydigan gapim, Uyg'urga ishonch qilish kerak, Uyg'urga muhabbat bog'lash kerak. İkinci deydigan gapim, endi san'at bilan shug'ullansa, Uyg'ur madaniyatini gavlandirsak, bir turkum insonlar bizni dindan chiqib deydigan deb qo'rqaydi ekan ba'zilar. U xil fatvochilar bizningki Uyg'ur tarixida azaldan ta 3 kungacha davomlashib kelgan. Abduqodir Damolamni, butkul Uyg'urlarning boshlamchisi Abduqodir Damolamni o'ldirganlarmi? Dal aşı dini sahabiler. Şabdul Damullah dal aş sahabi çıkanlar. Tömür halifede büyüklerimiz ne? Aldavatkanlar mı? Aldıganlar mı? Tarihte aldıganlar mı? Dinni vasıf kurup aldıganlar. Dinni Allah'ını konuşka, tabiatni, kainatni konuşka, dünyanın mahiyetini bilişke, insanlara merhametke, Arkadaşlara dostanlıkta yeterlik olan bir büyük din. Elbette. Ama dinni işittirip insanlara hücum kılışık olmayın. Dinni işittirip bir milletin medeniyetini yok kılışık olmayın. İslam dini ezelden Uygurluğun büyük dini bile karşılaşkan din emas. Bunu bizden bir kısım dini alimlerimiz nayet yaxşı makalelerini yazıvatıdı. Uygur'un milli medeniyetini İslam dini himaye kıldı, kollaydı, yazıvatıdı. Bu dinni çoğunkur ügengenler başka, dön okuganlar, tiyiz okuganlar, çoğunkurlaşmaganlar, İslam dininden mahiyetini düşünmeydiganlar başka. Hakiki mu'min Müslüman Allah ile insanlar arasındaki riştini his kılan ve kalbini his kıldı. Her kanda bir büyük müzikinin kendinde yaratıcı var. Her kanda bir büyük müzikinin kendinde yaratıcı var. Muşine bütün dinlerle birleştirir. Çünkü kalbini başvurduğuna Allah. Ta'sirlendirishga sabab bo'lgani shu muzikalar, san'atlar. Mushning hammasi bir ruhiy bog'lashishga, ichki bog'lashishga,
Siz onu dövün tarafında his kılsanız his kılamayısınız. Ama onun keynede kalbini kim yaratkan? Xudo yaratkan. Kalbini nimeden kim? Allah Teala kalbmegen programlarına kanda avazını təsirlese, kanda avazını jıglaysa, kaysı avazga öttürülse, kaysı nutukka hayacanlansa, kaysı işini hareketlense, muşun hemisi Xudo bergen. Buna insanlarınki yakını bika bu. Allah razı olsun. Bu Şimdi cihet de- yanına birazdan keyin hoş. Şu gepingizni xafa olmay, unutup qalmay nim qilib turing. Bir qarindishimiz naq maydon telefon qilibdi. So'zni anglab baqayli, uningdan keyin ikkinchi so'zingizni davom qilsangiz deydi. Bo'lamdi ishlab qilsak. Olur. Assalomu alaykum. Ve aleyküm esselam Hüseyin Usta. Esselamu aleyküm Tahir'in kıyafetmişmiş kilolarmış vakti hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ben Avustralya'dan Urvat'ıma ismim Ümit Musabay. Bugün bizde demir iş boğazka biraz vakit çıkarma programına vaktim doğru kep kaldı. Şunun için hiç köygendim. Tahir'in kırıncımız nahayetimi muhim nuktını nahayetimi canlılık şekilde ispatlap eddi. Şunun için ben bazı bir göz kararlarını bulup mu? Muşu hazır Tahir'in kırıncımız diyen muşu medeniyet ve kültürünün işletilişi bizden Şarkı Türkistan davasında bir taşlı bitilgen kömülüp kalgan bir neyse. Şunun için de Tahir'in kırıncımız abay hatalaşmasam siyaset değil mi doğrusu tədqiqat qılman dedi. Şunun üçün mening bir fikirləşməkçi bolğan, mağaya toğru kep qalğanlığı üçün bir fikirləşməkçi bolğan nöqtam. Mening qarşımda şu medeniyetni yoki kültürni mevcutluğumuz ve hatta siyasetning ishki ve tashqi siyosetini ishlatkil bo'ldi amaliyotda. Bu doğrusu başka programlarda ben bunu to'xtalgandim. Şunun üçün hem de muşun siyasi cihetin əməliyyilişide bir metod noktasından bir fikirleşkim var. Qaraşdırılır bakım var. Hem de normalde siyaset ilmide bunda kültür ya medeniyetlerinin siyasi cihetin əməliyyilişi, icra kılınışı da aldı bilen felsefe noktasından qarılıdı. Mesela bizim Uygurlarda bu felsefede bir üzüklük var. Bizden ecdatlarımızdan oturup koygan felsefelerle hazırki biz evlatlar onunla ulaşkan bir iş yok. Varlıkta kesilişler var. Aslında bunda milli kimlikli medeniyet ve kültür arkalı küçeytişte aslında bizden tarihteki küçülük felsefe adamlarımızı, küçük filozoflarımızı qaytadan tirildiriş gerek. Bu tirilgen meselemizden felsefecilerimizin kılgan işi bu. Ular onu qaytadan qilgandan keyin andikin bizning adabiyot va san'atkorlarimiz shu falsafaviy ruhni san'at va adabiyot orqali xalqqa yetkazish. Bu bosqichni siyosatchilar, siyosiy tashkilot rahbarlari xalqqa yetkazish jarayoniga qo'shilsa bo'ladi, qitilsa bo'ladi. Bizning hozir buni amaliyleştiremezligimizden birinci siyosatchilardan bu siyosatchilar tashlab deydimi, burun men falsafachilarimizdan bizning ecdatlarimizdan orasida o'tgan kuchlik falsafa odamlarini, mesela filozoflarni tirildirishda bizning chet eldagi falsafachi kasb egalarining bu nuqtaga sal qarayotganligi va bu nuqtaga diqqat bermaganligini birinci amil deb qarayman. Çünkü felsefe olmuş gerek. Ondan keyin adabiyot ve san'at onu tirildirishga başlaydı. Şu anda şu metodga Tahir'in qiyrinishimiz qanday qaraydi? Agar de buni qo'shilmasa, qo'shilmaydigan nuqtalar qaysi? Agar qo'shilsa, falsafachilarimizni yoki falsafa kasbida o'qigan ziyolilarimiz bilan buni amaliyleştirishda bir hammamiz hamkorlashib bir narsa qila olamiz, yani buni amaliyleştirishda. Shuni qarashlarini bilib boqaman. Allah razı olsun. Sözünüz tügüdü mü? Tügdi. Rahmet ma'lum. Undaqda şu ikramdan izlang. So'zni Tahir Emin qarindishimizga beraylik. Rahmat sizga. Umid Musabayev ma'lum. Aldı bilen telefon qilib
yaxshi, muhim bo'lgan bir temada o'rtoqlashgan qirindishimiz Umid Musobay qirindishimiz uchun ko'p rahmat. Endi Uyg'ur milliy madaniyati, külturi, san'atini Uyg'ur siyosiy da'vosi bilan birlashtirish bu ko'p doirlik, ko'p qatlamli xizmat. Mayli ilmiy nuqtadan bo'lsin, akademik nuqtadan bo'lsin, mayli harakat nuqtasidan bo'lsin, tashviqot nuqtasidan bo'lsin, yoki ommaning qatnashishi jihatdan bo'lsin. Bu ko'p qatlamli xizmat bo'lib, bu faqat falsafiy sohaniki yoki nazariy sohaniki, masalan, madaniyat tadqiqotchilari bor, oz bir qismda bor. Va yoki o'rinlovchi, performance qiladigan odamlarniki emas. Masalan, bir qism bizniki muqamchilarimiz bor, chet elda turib, dopchi, ravobchilarimiz bor. Bularning ishi emas. Yana kelib, bu siyosiy yo'llarimizning ishi emas. Siyosiy yo'llar nazariya jihatdan, harakat jihatdan hammamiz milliy madaniyatni, milliy kulturimizni da'vo bilan birlashtiraylik deb chaqiriq qilgan bilan hal bo'lgan ish emas. Bu xalqning vujudidagi, xalqning qalbida bor bo'lgan san'at omillarini va san'at elementlarini tez suratda qizib chiqish va uni da'voga yug'ishtirish bilan aloqador ish. Bu xalq harakati bilan aloqador ish. Mana shu qanchada Uyg'ur xalqining o'zi bir san'at bir xalq. Shu vujudida san'atni yaxshi ko'radigan, madaniyatni biladigan millatlar bor. Buni ma'lumotni cho'nqurlashtirsak, nazariyaga yetsak, cho'qim falsafiy yerisak, albatta bo'ladi. Ammo falsafaniki aktivi, foydali yeri, nazariya jihatdan cho'nqur, tarixiy asoslari, shu millatning navbatdagi ideya qurilmasi, tafakkur yo'nalishlarini tadqiq qilishga foydasi bor. Ammo pasifiri bu uzun muddatlik asta ilib turilgan xizmat. Buni cho'qim ilib berish kerak. Ammo biz navbatdagi ahvolimiz asta olgan chog'da siyosatchilar, tashviqotchilar, tadqiqotchilar, uchinchisi, to'rtinchisi shu o'rinlovchilar. Eng muhimi xalq harakat qilib 5 doirada tam uyushtirib Uyg'ur milliy madaniyatini, Uyg'ur milliy san'atini, Uyg'ur milliy kulturini da'voyimiz bilan yug'ishtirish, ya'ni yug'ib chiqarish intayin muhim deb o'ylayman. Men nurg'un yig'lar borman. Men Amerikada borgan nurg'un yig'larning hammasini Facebookga chiqib ketmayman. Chet elliklar bilan bo'lgan aloqamni chiqarib ketmayman. Ular bilan suhbatda meni ko'pincha anglaydi bilan sizlar ham bilmaydiganlar deydi. Sizlar hamlarga o'xshamaydi ekansizlar deydi. Men qarab, sizlar hamlarga o'xshamaydi ekansizlar deydi. Debdi biz Xanzu emas, biz Uyg'ur desam, ya Uyg'urlikni bilmayman, lekin Xanzuga o'xshamaydi ekansizlar deydi. Shuni men tushuntirib ketaman. Bu bir qitim bo'lgan emas, necha qitim takror bo'lgan narsa. Bizning chiroyimizni, tilimizni, irqimizni, tariximizni, diniy e'tiqodimizni hammani o'xshamaydigan bilishimiz kerak ekan. Biz necha vaqtdan beri davolimiz bo'lmish chet elda. Shu yillardan beri g'arblar Uyg'urlarni bilib ketdi. Nima bilib ketdi? Uyg'ur deb millatning borligini bildi. Uyg'ur bilan Xitoyning o'rtasidagi zulmni bildi. Mush narsani bildi. Bilishning qatlami o'xshamaydi. Bilishning darajasi o'xshamaydi. Ismini anglaganmi bilgan hisoblandi. Jug'rafiylik rayoni Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'ur Abdum rayoni degan nomni bilganlar bu bilgan hisoblandi. Nopozimizni bilganlarmi bilgan hisoblandi. Bizning tilimizning Uyg'ur tili ekanligini Turkiy millat bilan bog'lashimiz borligini bilganmi bilgan hisoblandi. Mushning hammasi darajaga aylangan narsa. Ammo biz Uyg'ur millatining o'ziga xos madaniyat, kultur, san'ati borligini, madaniyat, kültür, san'atning borligini g'arb dunyosidagi hamma insonlarga bildirib bo'lolmaymiz. Ham hojat yo'q. Biz faqat Uyg'urning milliy madaniyati, san'ati, kulturini siyosiy yo'llarga, Uyg'ur uchun gap qilayotgan parlament a'zolariga, State Departmentlarga, kongresslarga 100% bildirishimiz kerak. Yemek ishimizmi o'xshamaydi. Qarab boqinglar, yemekimizmi o'xshamaydi, uyimizmi o'xshamaydi. Amaliyotda har bir Uyg'urning, har bir davlatning poytaxtida bir madaniyat markazi bo'lishi kerak. Uyg'ur madaniyat muzeyi bo'lishi kerak. Uyg'ur madaniyat muzeyi bo'lishi kerak Uyg'urlar chet elda. Uyg'urning butun o'yinlikning rasmlarini, tarixiy shaxslarning rasmlarini, dutlar tamburlarimizni, bizning shu yezib ishlatgan qurollarimiz, sopollarimizni tortib, shu kala eshaklarga ishlatgan har xil to'qima, juvoz, hamma qilishimiz kerak.
Shunda qavaqda bu millatning azaldan Xitoy bilan oilik ashab mustaqil kelishimizni bildira olamiz. Ham Uyg'ur farzandlariga Uyg'urniki boshqa millatning tarqib bo'lgan millatni bildira olamiz. Ha, Uyg'urning o'zi ham kerakning o'zi bir vaqtda manfaat olgan bir ish, Uyg'ur milliy madaniyatini qutuldirish, tirildirish, jonlantirish. Endi buni qanday qilishga kelsak, bayaqi qilinishimizdan degan nayt yaxshi fikr bo'ldi. Chet elda falsafa bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarimiz yo'q deyardik. Men ala ustoz akamiz falsafa fanida o'qigan doktor, Yevropada Bilgerda o'qigan. Ammo navbatda xizmat sharoiti va tadqiqotlarimiz falsafa emas, balki Uyg'urning siyosiy mavjudligidan iborat eng jiddiy zarur bo'lgan masalalar bo'lib o'tadi. Endi amaliyotda hammani birlashtirib, bayaqidimizdek mushu milliy madaniyatni Uyg'ur milliy siyosiy davosidan birlashtirish uchun bunga aqlliqlar, siyosiy yo'llar hammasi kerak bo'ladi. Xalq hamma narsani chiqarib berish kerak bo'ladi. Ammo bunda yana muhim rol o'ynaydi faqatlam ikki taraf bo'ladi. Birinchisi siyosiy tashkilot, ikkinchisi san'at o'maklarining qurilishi. Bundan keyin 2019 planning birisi o'makning birini qurish. Uyg'ur uchun qilgan eng muhim ishning birisi o'makning birini qurish. Avstraliyada quringlar, qarindoshlar. Turkiyada quringlar, Yaponiyada quringlar. Londonda birisi bor, London Uyg'ur ansambli. Ne kadar suyunlik ya bu. Rahime ağacımızdan avazını anılsam, özlerini ürüncüde his kılma, Kaşgar'a his kılma. Yürekimizi hoş kıldığın bir nersi var. Eğer aşk Uygurcunu anılmışsa, ben İngiliz'ini aşağı anlayayım. Şimdiki sizden balınız ya ki nemri tutunumuz, ya Hemlisini anlaydı bir yerde. Ya ki Türkçünü anlaydı, ya ki Arapçını anlaydı, ya ki Fırlancını anlaydı. Uygurcu da çıkış gerekte. Uygurcu, büyük bir müzika, bir sanat boğanken, çok onun için işletimiz gerek bir yerde. Ondan aldığı o zaman bir nes yok bu cihanda. Mukamdan aldığı o zaman sanat yok. Ben Uygur, ben bugün mehli. Orada baktık, şu Uygur mukamları, 12 mukam. Bildiğinin ki, medeniyet, sehiye, idarə tərəfindən 2002-ci ildə insaniyet tərəfindən qovulduğan insaniyetin gayri-maddi medeniyet münasibətləri kirgizildi. Meşrep kirgizildi. Dastan kirgizildi. Büyük medeniyet bu. Bu Uygur'un çöldüğü adamlarına Uygur'un baha biri sanatı. Salayet yok. Uygur'daki medeniyet, tarih, sanat, güzellik, o ruh, o işen, o muhabbet. Büyük nesle bu. Yıkım ilgilenmeydi o. Kurgulu ilk yıl olan devletler bu. İktisatlı tayin ettirip, her bir tayin ettirip Uygur'daki büyük milletine yok oluyordu. Aciz, düşkün, salayet yok. Uygur'un küne, bəxti, kuşalıqqa aldığınızda. Muşu millet, muşu büyük yaşlarımız, muşu Uygur'un balları dünyanın kayıtını yaptı. Amerika'ya geldi, minlere Uygurlarımız var Amerika'da hemimiz birleşip, Uygur'un iktisadi asasını kurumuz, senetini terk kurumuz, siyasi davasını kurumuz, Uygur milleti ölmeydi. Şunun için kırnaşlarının deydiğine gibi, her bir devlette birden Uygur medeniyet merkezi, Uygur medeniyet muzeyi, Uygur ansamblı oluş gerek. Uygur ansamblı bombayı durup, Uygur davası akmaydı. Eğer siz siyasen bu, ben siyasetini de kalsınız, gepnimi kılın, yazın, sözlen. O radyoga, televizyonga hem adam çıkalaydı. Pek asan iş bu. Kıtayını bozak bu de, o digil bodu gepne, hem de devamlı gepne azı. Hayatı geldi mi Kıtayını urbetlisi bolu da azı. Lakin biraz taktik bilen kılın, biraz akıl bilen kılın. Azı dünya nimiş kılatıdı. Bir tal video işlendi, bir sınırımız, Aydın degan sınırımızdaki videosu 30 milyon görüldü. 30 milyon görüldü bir video. Bunu gelgenler başka. Şuna. Dön okuyanlar, çiğiz Hoş. O nemin gerek burada bütün dünya dikkat kılatkan bir teamga en muvaffak olan özgüç teamlar. Benim İngilizcem o kadar yaxşı emas. Men kayıl uzun bolmadı. Herhalde yaxşı lekin vaqt ketdi. Mening yerlik Amerikada tek sözüşüm için bana vaqt kaldı. Sözlediğin kırdaşlarımız, yaşlarımız var mı içeride? Ulan sözlüsün. En muhim timine, gelipler timine çıkıp videoda sözlüsün. Bir kırmışımız çıkıp gitarda, müzik orunla Xitay kırgınçılıkını, nayt ikinişlik menzirler, resimlerden kiriştirip bir video açılsın. Yani bir kırmışımız 2 milyon dolar meblağ silip 10 minutlık bir kısa film açılsın, video açılsın, kino açılsın. Bir balınki
Xo'rliqqa altın işlesin. Yani bir qilishimiz Photoshop o'rgandingiz. Nurg'un detallarni o'rgandingiz. Photoshop bildingizmi? Siz bilgandan cho'qimga Xitoyni eng basqir qildigan, o'zgacha bo'lgan video loyihani ishlab, rasmlarni loyiha chiqarsiz, dizayn qiling. Uyg'urlar uchun o'zgacha dizayn qiling. Nima uchun o'rgandingiz Photoshopni siz? Ulug' tuqqanlarimiz, vatanimiz, qarindoshlarimiz, do'stimiz har zaman qilsa, sizning qo'lingizga kelgan eng muhim narsa turib, 10 minglar odamga kasblasdan turib, siz ish qilmadingiz. Benim bir hemşirem var. Bizim Uygur'a gitmekdeki teknik bölümün fidaisi. Yeni Zelandiya'dan bizge bir resim dahil verdi ötkende. Benim balam dedi ha. Yani Xitay savcılarındaki bir balını hatırlan. Aş resimdeki körlüşü 2 milyon kıtım geldi. 2 milyon kıtım var. Ama özgermedi o resim. Turuya burada. Uygur'dan azap yetkizganlığı en küçük bir resim oldu. Dayatmayın ki teknik lazım. Videoluk teknik lazım. Resimlik lazım. Müzik lazım. Hem zamani usuluna kaçacak bu nersini. Zamani usul bile. Hozir mishadi men nayt inchki bir narsani so'rayman. Naq mana mushundaq jiddiy ehtiyoj bo'layotgan bir zamonda, makonda sizdek qarindoshlarimizning ba'zi agentliklarni qurgan va studiyalarning bizdek va yoki ma'lum organlarning qishig'a umlishish, hamkorlashish masalasidagi zaiflikni ko'ryapmiz. WhatsApp toplari qarasak, masalan, shu nimani taqitish uchun men ko'pincha to'plarda bor, shu videolarimizni taqitish uchun. Kunda necha minglarcha uchur bilan to'shib ketyapti. Qarasak shu nurg'un gaplar, xatlar, gaplar degandek, ammo ijodiyat, xizmat o'rtada nayt 101%. Xalqimizning bu yerda ketkizayotgan eng chong mag'lubiyati nimamdi bu? Ya'ni çünkü hazır siz davatsız mana Photoshop bulsanız Photoshop'ni millet için hizmet kıldırın. Bir resim bulsanız resimni hizmet kıldırın. Yani bir resim bulsanız bir resim. Hatta avaz var adam avazını, videoculuk bulduğu biz izlep jürüvatımız mesela. Muşu kırındaşlarına neyim deysiz? Bu halkımızdaki nimi mağlubiyetçilik? Hem de halkta biraz kaymukuş var, tımırkaş var, nimi kılışını bilmezlik var birisi. Yani birisi kılvakka işlerimizin ünemi olmaydı o diyen bir nersi var. Üçüncüsü kalbinin pakiz olması sebebinden başkalar bilen hemkarlaşması ya ki hemkarlaşkanların kollaması, işbıraklarının kollaması nersi var. Bu üçüncü amil. Avalda işkisi bir adamın doğru niyetli olsun ama bilmezlik sebebinden babam olsa kiyimkisi bilsin o kar niyet kılırgene kalbinin pakiz olmasından kildi. Mesela ben Tahir'im. Benim namım çıkmayacağım bir iş var. Bana değer verdi fakirler. Ben namım çıkmasın ben yüzü kırmaya, tecrübe kırmaya 4-5 saat vaktim gidiyordu. Hiç kim bilmeyen çıkarım. Ben kırmam daha şimdi. Ben Amerika kelgen ötkenciyle 8. aylıklardım, 2017 yılı. Kelgenin başlar ben pidayı olmayan teşkilat ustalarımız, onlar yok. Ben hem biz pidayı, kim işlersiz oluyordur beni. Ben bir milletten adım ya. Ben teşkilatdan adım emez. Ma'lum bir teşkilatdan bakılmayman. Qanday bir adam iş faoliyatini qilib beraverman. Shunga o'xshashlar. Men qilaman mening fidoyilarim bor, yuzga qarindoshlarimiz bor. Ular qilib berdi. Ash odamning hammasi qalbi pokiz bo'lishi kerak. Qalbi pokiz bo'lmasa, bir odam buni palon qilib shuni nomi chiqib ketadi. Nomi chiqsin bo'pti. Qancha nomga chiqadi. Nima bu nom chiqsa? U nom nega chiqqan nomga u? Bir chet eldagi bir 500 uyg'ur bilganga nima bo'pti bir odam? Bek külgün dolaş gaplarga, şöhret ihtiyacımız var önümüzden. Yeştim bombayla şöhret olup geçse, bir adam meşhur olup geçse yeştim bombaydı. Şöhret bolsun baptı. Şöhret erişip bir iş kılsın, ilham bireyle. Ancak bir pul tapsın. Aç pul tepin, milletin için aklısız geçsin, ilham bireyle kılsın onu. Bunun da hesap kıldığın hiç kadar bir nesi yok. Allah razı olsun. Nurgul toplarda kırındaşlar aktif pozisyaya vermeydi. Ma adaş öz qilishni taqib ekan deydi. Emniyetde aş Uyg'urlar bilsa, ma piloy qilishimiz, ma videoni 4-5 saat vaqt chiqarib o'rnashtirgan bo'lg'itdi. Tajalli qilishimiz nurg'un odamni taklif qilib, qoyil qilib qilgan bo'lg'itdi deb, ashuni o'ylab qilish kerak, taqish kerakdi. O'zimiz taqatsak ilhom berib, unga yaxshi bo'pti, rahmat demak yo'q. Taqatganligini ancha qiziq bo'lmagan ahvollar bor. Muştun qarta biz faqat bir ligiz galaymiz. Qalbingizda pokizlan. Sopun kal qilmaydigan qalbingizga. Iymon, g'urur, vijdon taqib.
Hozir masalan Bo'lmasa- bizningki bir studio bo'lash suhbatimiz bilan mening eng qiyinchilik tortayotganim shu suhbatlarni ham bahirlash knopkasiniki men ikki narsani his qildim. Biri turkcha yayın qilib boqdim. Turkcha yayın qilsam har qanday bir turk yayınning nimaga suhbat programmaning ichiga kirib qolib qolsa yo assalomu alaykum deb yozdi ekan yoki xayrli suhbatlar deydi ekan va yoki qarindoshlar deb bir narsani yozadi ekan yo bir xoni yo'llaydi ekan yoki bir gulni yo'llaydi ekan bir narsa qilib o'tib chiqdi ekan. Men shuni bek his qildim. Ama Uygurcha suhbatlarda qarindoshlik davomli deb turmiz. Ham bahirlash knopkasini besanglar, uxlamanglar, ko'zinglarni ichinglar, bir tetik turinglar, besanglar deb. Shu hamda bu yerda maqsad bizga bostirish emas, faqat bu ishlagan narsalarimizni texim ko'p odam ko'rsa, texim ko'p odam foydalansa, xizmatning unumi texim yaxshi bo'lsa degan maqsadda. Shuni buni hozirgacha o'rgatib olmayapmiz. İnşallah xalqimiz asta-asta uyuna deb o'ylayman. Vaqtimiz bir yak beryapti, endi savollarga qisqa javob olay deyman. Bo'ldi. Sizningki suhbatingiz jarayonida 2-3 narsani xotirlab qo'ydim. Birisi Qur'on bilan qalam masalasida qalam so'ziningki va ilmiylik va yak chet elga bizningki radikal ko'rinmasligimiz masalasi. Masalalarda masalan sizning shaxsiy bir ko'z qarashingizni qisqa yani çünkü qarindoshlar ko'pincha o'zi anglab olganlik uchun so'zni o'zi tushunib oladi ekan. Bizning tushundiganimiz bo'yicha emas, o'zining kallasidagi tushuncha bilan tushunib nima yoki Tahir Imin buningga qarshi gap qildi yoki ma'ni qo'lladi yo ma'ni manda shakl degan narsalarni yo'q qilib o'tish uchun suhbatimizning oxirida qurolliq harakat masalasiga qarshi bir ideyangiz bo'lib qolamdi. Chunki boshda so'zlangan vaqtida masalan bundaq puroqni qarindoshlar o'zligidan tushunib olmasin ya'ni. Buningga nisbatan siz kichikina ochiqlab berib o'tgan xato tushunishlardan jiroq bo'laylik. Yana bir masala bor, uni javobingizdan keyin so'rayman. Ya'ni bundaq bir kishilar chiqib qolsa, buningga siz yo'q biz qalam bilan ish qiladigan ziyoli iqimidagi akademik harakat bilan biz vatan millatninki ozodligini, mustaqilligini yoki harakatini qo'llaymiz demsiz yoki ularmi bu harakatning bir qismi bo'lamdi degan narsaga men tushunchangizni ilindim. Qaraganda gapni oldindan o'zingiz tushunmay qolgan o'xshaysiz. Balkim. Men bundoq deyman. Qo'liga qalam tayyor turib, qalam olamagan odam qo'liga qurol tutsa, qurol ololmaydi. Men yakunim shu. Bu gapimda nimdek tushunsiz bo'laydi. Men tushunaldim, ammo shu suhbat qilish jarayonida 1,5 yil jarayonida nurg'un qarindoshlarningki meningki mehmonlarimdan men izah berayim sizga. Tamam. Biz nayt yig'ib bilan ko'ryapmiz. Biz qirg'in qilyapmiz. Bu xil qirg'inchilik qilayotgan kunlarimizda biz bütün imkonlar bilan, bütün tadbirlar bilan, bütün choralar bilan qirg'inchilikdan qutulish, erkinlikka erishish haqqimiz, mas'uliyatimiz, burchimiz, dunyo qonunlari, Xudoning qonuni, Uyg'urning an'anasi, bütün dunyodagi bütün insoniyatga har qanday bir narsaga vositaga uyg'un. Bu gapni qanday odam burgan bo'lsa, qanday burmoqchi qolsa mayliki, Uyg'urning bugungi kundagi qirg'inchiligiga, bugungi uchratgan zulmiga qo'ldan nima bo'lsa, nima vosita bo'lsa, har qanday tadbir, har qanday aql, har qanday qalam, har qanday qurol, har qanday qo'g'dash, izlash huquqi allaqachon berilib bo'ldi. Allah razı olsun. Ben şunu anlamakçı. İkinci bir mesele, yani bu ochiqligi ait yaxshi bo'ldi. Çünkü bizning xalqimiz nurg'un narsalarni yaxshi tushunadiganlar borkin, tushunmaydiganlarmi ko'pkan. Ko'pinchilari bizningki suhbatdoshlarimizning gapini xato tushunib, bizga yozishga, ayrim yozishga boshlaydi ekan. Bunda dedi. Yo'q, bu manda gap deb men to'la aqlab ketaman. Bu suhbatdoshlarimning so'zini aqlabmi nurg'un xat yozib ketaman bu bizning ko'ruvchilarga. İkincisi Abdülkadir Damollam'ın öldürülüş meselesinde mesela dini kişilerinki mesela dini tonu orunu verip bular hücum kıyğanlık meselesinde müşahede yani küçükün oçuqlığını berip ötüm.
bu faqat mening xato tushunib qolganligim emas, balki sizningki so'zlaringizning texnik xalq to'g'ri tushunilishi uchun. Ya'ni dinga qarshi bir kayfiyatni siz unda demediniz, ammo boshqalar o'zi tushunib oladi. Bu Tahir Emin. Bunda aytadi, shundan qaraganda bu kishi bu dini belki nima o'xshamamdi deb. Abdülkadir Damollon Uyg'ur milliy tariximizdeki büyük ustaz, inkılapçı, yolbaşçı. Bizim ustazımız oldu. Ama Abdülkadir Damollon'un bayatı şu kadar inek, şu kadar açık düşündüğün yine de öte Abdülkadir Damollon'u nadan, cahil mollalı bilen suikastçı taşkı güçler birleşip kaslar öldürgen. Şuna Abdülkadir Damollon'u öldürgenler İslam dinimizde vekillik kılanmaydı. Ula cahil, nadan, Allah razı olsun. Uyghur milletinin düşmelerini ibaret. Allah razı olsun. Ben nayet yaxşı cevap oldu. Bunun demde bizden peygamberimizin bir sözünü degen 3 ketim tekrarlayıp tutken, çünkü şu zamandaki insanların düşünüş meselesi, an meselesi, seviye meselesi, bizden bir çöçkimiz olduğun kiçikimizden padişaha barmaqını tanlap diken, muştun tanlaptı, muştun tanlap diken, beşini lanıştıptı dep hemmesi ne çıkıl edem ne çıkıl düşünüp onu aşındaki bir çöçek oladigan. Şuningdek siz to'g'ri tushundingiz. Mesele xato anglab meselesi bo'lganligi uchun bu yerda tag'in bir ochiqlama bo'ldi. Tag'in yaxshi tushunib olsak, bundan keyin xalqimizga xizmat berishimizda bizni to'g'ri tushunsa, hammamizdan bo'lapmiz sizni. Yo'limiz tag'in ochiq bo'ladi demoqchiman. Xo'sh, 3-masala madaniyat, san'at va din masalasida. San'atningki asli so'z ko'kimi shu arabchaga tutishdi. Mening bilishimcha. Bu din bilan san'atning bog'lanishida va dinning ichidagi san'atning o'tirg'i chiqishida va Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur milliy urf-odatlari bilan dinning bog'lanishida bizning olimlarimiz yetarlik bog'lab berolmay buning. Bog'lab berolmagandan keyin buni bir-biriga qarshi shaklda mundaq bir nimani jamiyat o'zi olg'i deymiz turkchada, o'zi tushunib olib bizning xalqimiz tushunib olib bordi. Dini bilan san'at xuddi bir-biriga qarshidek. Amaliyotda undaq dinimiz, masalan islom dinimiz har qanday bir shaklda bir millatning urf-odatiga hurmat qiladi. Uning madaniyatini qo'g'daydi, masalan. Uning kiyim-kechaklarini qo'g'daydi, masalan. U nurg'un masala bor bu yerda. Uning uchun din bilan san'atning o'rtasidagi bugun jamiyatda xuddi bir-biriga qarshidek shakldagi Furakni va yoki xato tushunishni albatta dindorlarimiz bilan sizga o'xshagan bu madaniyat, san'at mohiyatini tushuncha orqali kishilar tushuntirgan kishilar to'g'ri bir shaklda anlatib bera olsam, buning o'rtasidagi ziddiyatni tugaydi inshaalloh. Yani, men buni demoqchiman. Qaytib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, qaytib qo'ysangiz bo'ladi. Uyg'urlar 10. asrda Qarxonlar davrida, Tuxuraxon davrida islom dinini qabul qilgandan keyin shundan ta hozirgacha Uyg'urlarda ham din, ham san'at ham mavjud bo'lib keldi. Uyg'urlar islom dinini qabul qilgan millatlar ichida eng taqvo, islomga eng yaqin turgan millat. Islom dinidan eng yiroqlashtirilsinmi, madrasalar, tashviqot vositalari, ma'rif İslam yiroqlashtirilgan bo'lsa-mu, lekin musulmonlar, bizniki Uyg'ur musulmonlarimiz dindan, aqidasidan voz kechib qolgani yo'q. Hatto dinning nurxul mazhablari bizda hammasi bor. Sufizmgacha bor, Shia mazhabi bor, Sunniy mazhabi bor. Hatto Sunniy mazhabining ichidagi 4 mazhabningmi ikki mazhabga to'liq kiradi bizning Uyg'urlar. Bu bizniki dinga bo'lgan aqidamizda masala yo'q. Uyg'urlarning dinga bo'lgan aqidasi intayin inchga va puxta. Shunda turug'liq Uyg'urlar san'atni chetga qo'ymagan. Shu bizning musulmon olimlarimiz islom dinini o'rganib, dinimizni taraqqiy qildirib, madrasalarni qurib, xonaqolarni silib, masjidlarni taraqqiy qildirib, yoshlarni tarbiyalab, avlodlarni qatoriga qo'shib turibmi, shunda din taraqqiy qilgan davrlardami Uyg'ur milliy madaniyatiningki eng javhiri bo'lgan muqam dal islom dini hukmronlik qilayotgan Saidiya xonligi davrida borlik kerak. Bu nimani demak bo'ladi?
Uyg'ur milliy madaniyati Uyg'urlar qabul qilgan islom dini bilan to'qnashmaydi. İslam dini şundaqla hadislari şundaqla, ya'ni yerliklarniki madaniyatini islom dinimizda qabul qilishga oid hadislar bor. Buni Rasulullohniki Arabiylarniki to'ylariga borgan vaqtida ularniki daqlariga, nag'illariga hurmat qilish, ularni chaqirib qo'yish, shuni qarshi haqida eskartib qo'ygan yerlar bor. Har bir millatniki xos musiqasi, san'ati, madaniyati bo'ladi. Eronliklarmi musulmon, Pakistanlıklar Müslüman, Türkler Müslüman, Araplar Müslüman. Allah'ın aldığında bütün milletler, bütün tabiatlar okşaş. Hem de Araplar özünün milli medeniyetini, senetini terakki kılması buludu. Türkler terakki kılması buludu. İranlıklar terakki kılması buludu. Pakistanlık Müslüman terakki kılması buludu. Bangladeşlilerin seneti var, o terakki kılması buludu. Endonezya terakki kılması buludu. Malaysia terakki kılması buludu. Uyg'urlar terakki qilsa bo'lmanda bu xato bu. İslam dinimizni to'g'ri tushunmasligimizni bo'ladi. Biz islom dinimizni mohiyatimiz bilan tushunaylik, Allohga vujudimiz bilan ishonaylik. Shu vaqtida san'atning bir uchi Xudoga taqishlarni his qila olamiz. Shunga bizning san'atimiz buyuk san'at, uni taraqqiy qilish kerak. San'atimiz dinimizga qarshi kelmaydi. Bugungi milliy da'voyimiz tushuntirsa, san'atimiz madaniyatimizning roli intayin zo'r. Allah razı olsun. Bu ochiqlamadanmi qalbim nihoyat xursand bo'ldi. Ya'ni boshqalar ba'zan narsalarga ilqma suhbat orqali bek jiddiy o'tib ketib qoldik. Ochiqlama berishga majbur bo'lib qolib, shuni men qayta so'radim sizdan. Vaqtimiz oxirgi bir yak kelib qoldi. Men ikkironga sizning to'rbatni ochaman yoki Uyg'ur xalqining bugungi asosiy to'rbatlardan biri bo'lgan bizning to'rbatni ochamiz. Yani bu xizmatda qiyinchilikli bo'layotgandi, qandaq Uyg'ur agentligiga munosabatlik, qandaq bir nima, ya'ni umidingiz, xizmat planingiz va yoki deyishga to'g'ri kelsa agar va bu xizmat siz bilan birga ketayotgan qarindoshlar qandaq so'zingiz va buni hammani yo'g'irib akilib bir so'z qilib bering, shuning bilan oxiriga kelaylik suhbatning. Oxirida birinci deydiğim bizde kıyınçılık bağımlı ise bekçe. Lakin vatandaki, türmedeki, lagırdaki kırımdaşlarımız zaten bizden avazımızda anlayamayken kırımdaşlarımız çağda kıyınçılık emez, rahat. Bizde kıyınçılık yok. Kıyınçılık bağ degen teşkilatçı, kıyınçılık bağ degen davager, yalgan davager. Kıyınçılık bağ degen teşkilatçı, yalgancı. Qiyinchilik vatandagi erkin yashayotgan tushunishga har qanday odamning qiyinchiligi bizning ming hassa ortiq. Shunga qiyinchilik haqida gap qilish sharafsizlik deb qarayman. Bu bilan mayli tadqiqotchi bo'ling, mayli siyosiy bo'ling, mayli aktivist bo'ling yoki da'vatchi bo'ling, dindor bo'ling, olim o'qigan siz qiyinchilikni zarlagan bo'lsangiz, siz bek sharafsiz ekansiz. Bu degan gapim. Bu birinchi gapim. Bekchilik qiyinchiligimiz bor, demaymiz buni hech kimga. O bekçik yapar o. Desek, tükümeydi o. Tanıttığı da yapılan desek. Tamam, bu birincisi. İkincisi, ben bek uluk insanlarda yaşavadım. Dünyanın emek caylarda bizde görüşüp bakmayı durup, bizden bir moça yakanmayı durup, milletinin himmet kıldığı Japonya'dan, Malaysiya'dan, Türkiye'den, Germaniye'den, Kanada'dan, Yeni Zelandiya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan. Ben dinegen nurgun yerlerden çıkıp durup, hatta Rusya'dan çıkıp durup, bizden hem tillerimizdeki kanallarımız için hizmet kılavatkan Uygur ve Uygur bulmadan nurgun teptaşlarımız var. Mesela bizden İngiliz kanalının ki tahrirlerimiz, tahrirlerimiz çıkış Uygur emez. Her kaç tilde bir işkiden var. Bununkinden boru da yapılmalıdır. Aşının hemisiga ben bek rahmet etmem. Ular intayın büyük, yaxşı, pek tezlik insanlar. Aşılar bulmadan olsa, bizden Uygur agentliği bulmaydı. Bizden Uygur agentliği başlık yok. Ben fakat kurgutçu, memnun yazma, haber mi yazma, tercüme kılma, obzor mu yazma. Benim kırındaşlarıma aşında kıldı. Bölümler ayrıtırgenizde, haber bölüm, obzor bölüm, tercüme ayrıtırgen, hemisi şu bölümü yazıdı. Kırındaşlarımız şu kadar estayil. Ula rahmet etme, Allah aşkındaşlarımızın rufukallarını panayı saklasın, fikir Uygur'una asanlasın ve aşkındaşlarımızın rahmet etme. Allah razı olsun. Planımız gelsek, planımız bizimki 2019 yılı 1. ay içinde inşallah İngiliz tilida taqiqlangan televiziya kanalı açımız Amerikalıklarga ve dünyadaki İngiliz tili sözleşilen bütün adamlarga
bildirish uchun ingliz tilidagi maxsus televiziya kanalini ochamiz inshaalloh. Allah razı olsun. Ben zaten benim en kakşavatkan yerim bu de yani bugünkü günde Uygurlarning İngilizce teşvikatınınki boluvatıdı o yaxşı boluvatıdı deb o'ylayman. Qasımlarninki xizmat bilan ama yeterlik bo'lmayotidu deb o'ylaydim. Bu nəhayət yaxşı plan bo'libdi. İnşallah bizim qo'limizdan kelishicha destekçi bo'lamiz. Yani bu tor televiziyasi bo'lamdi İngilizce. Bizde maxsus bir özümüzden ayrı bir tortimiz var. YouTube kanalımız var. Bu hazır bizdeki destekki 6 ay plalığa açılır. Yani Uygur TV Çekit.com ay bilen yazılan Uygur TV Çekit.com. Yani biz vay bilen alay desek haksızlar apoptu. Şu bizge ay bilen desek benim Uygurlar yeni bildiği şuna böyle şunu kılımız kırlaştığımızdan onun için YouTube kanalı açımız. Uygur TV kılımız. Onun için başka social media takipimiz. En mühimi biz keyingi 2019 yılın keyingi kanalda şu Amerika'daki ma'lum bir televiziya stansiyasiyle hamkorlashib oyda 1 saat bizga maxsus televiziya kanalini berishni dunyoda necha million ko'rinadi bo'lgan shu kanalga bizni bevosita ulab qo'ygan bo'lishini ozroq zo'r mablag' silib tirishib shuni kuchli amal qilamiz inshaalloh. İnşallah Allah razı olsun. Uningdan boshqa yana oxirida qaytib qo'ydigan so'zlaringiz bo'lsa, men so'raydigan bir narsalarmi xili ko'p, ammo shuna vaqtni biroz qisqaroq deb o'ylashdik-da. Buning uchun qolgan nimalarni oldimizgi zamonlarda agar yana musoid vaqtingiz bo'lib qolsa, yana ikramga chiqib nima qilsak bo'ladi. Bo'ldi, ko'p rahmat. Siz pek javob etdingiz. 6 ayning oldida deb qo'ygansiz mana bu ishni. Men keyingi so'zib oxiri mushkullarda vaqtimiz tutdi. Mening o'yginlikka tug'ilgan kunim tug'ilgan kunimni o'tkazmayman chunki opam bilan dadam mening tug'ilgan kunim maslahatlashmay yoki xudoyim men hech kimning bilishi bilan xabarsiz tug'ilib qolgan alaychim o'tkazmayman ammo shu ulug' kunlarda deydig'ini har bir uyg'ur xushal kunlarni o'tkazsin xushal ruh yashayli tug'ilgan kuni munosabati bilan har bir uyg'urni qutlayman tug'ilgan kunimda deydigan gapim har bir uyg'ur bir yaxshi gap qilgan kun bo'lsa kerak. Men tug'ilgan kunimda bo'lsa bir kun urush o'qishlarni umid qilaman. Tug'ilgan kunimda bo'lsa bir bunaqa bir mehr-muhabbatlik, qizg'in, ijodiy yaxshi gaplarni qilishinglarni umid qilaman. Agar meni yaxshi ko'rgan qilmashlarim bo'lib qolsa, menga demay yaxshi ko'rgan gaplarni ayolinglarga, yo'ldoshinglarga, qarindoshlaringlarga, do'stinglarga, bolalaringlarga, kashfiyot rahbarlariga bir og'iz maqtab qo'yishinglarni umid qilaman. Mening umidim shu. Allah razı olsun. Rahmet qarindoshlarimizni nurg'un qarindoshlar bunga qaytilgan bo'ldi. Ammo yanalam meningki deydiganim yaqindan beri shu suhbat jarayoni qarindoshlarningki biroz hammaylar tetik, jasoratli bir şekilde qatnashib beringlar deb o'yladimiz, ammo borgan sir bu shakl biroz keyinga chekinyotdi. Nima ishlar bo'ladi, uni men bilmayman. Ammo bizning studiyoga munosabatlik bir narsani davatay oxirida. Mesela siz o'tganda shu yaqinqi zamonda kunlarda xizmat qilayotgan olimlar, tashkilotlar deganlarning xabarini chiqargan bo'ldingiz. Abay siz tashviqot sohasida bir narsani deb o'tib ketdingiz. Ama shu tashviqot sohasida xizmat qilayotganlarni deb. Men hozir jiddiy yana izlanyapman shu nimada tashviqot sohasida qanday yana yangiliklarni olib kelayimiz deb. Aynı zamanda Facebook'ninki naq meydan görünüşünü bütünley yani el yapımı deydi Türkçe'de kol hünervençilik. Kol hünervençilik bilen yasap çıkan biz bunu. Men desem özüm yana başka oynanıp kalmasın qarindoshlar. Yasap çıkıp bunun anaklarını, bununki açquchini başka qarindoshlarga berishga başladık. Ve bu hazır nurg'un qarindoshlar naq meydan nemis qilyapti. Facebook'ninki dastlabki ijodiy naq meydan sahnelik yani. Udullam telefonda nim qilish emas, sahnelashtirish masalasida butunlay buning patent huquqi Uyg'ur qarindoshlar studiyasiga mansub. Biz undan burun hech qanday bir nimaninki, televiziya stansiyalarninki ulanishlar bek azdi o zamanda, 1,5 yilning oldida. Ama bir shaxsninki sahnalashtirilgan Facebook naq meydan programmasini men shaxsan ko'rmagan. Faqat buni boshqa
o'yin o'ynayotganlarninki o'yinchilik sahnasidan ilhomlanib o'zimiz yasab chiqqan bir narsa endi bu. Hozir men taraqqiyotimiz bo'lyapti, shuning uchun keyingi nimalarga shundan sizning xabaringiz bo'lib qolsin deb alohida deb qo'ydim. Ya'ni tashviqot masalasida. Bo'ldi. Alloh xolsa yana davomli yangiliklarni yaratib bu jihatda izlanishga erishimiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bo'ldi. İnşallah vatandagi urug' tuqqanlar, qizingiz va butun qarindoshlaringiz bilan jam bo'lishga va butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan hammalarni jam bo'lishga Alloh nasib qilsin. Alloh qadamingizni tag'in mustahkam qilib bersin. Bugungi kunda Uyg'ur agentligininki nihoyat jiddiy xizmat qilayotganligini biz ko'rib turibmiz va planingizga Alloh yetkazsin. İnşallah buningki Uyg'ur televiziyasining bo'lishi masalasida plan projelarni qilayotgan qarindoshlar sizga o'xshagan oz emas, ammo bu nihoyat jiddiy va nihoyat qiyin bir ish ekan. Buningga sizning nomingizda va butun Uyg'urlarning nomida men shuni bir tashabbus qilaman. Uyg'urlarning bir televiziyasi bo'lsin. Mayli kim qilsin, mayli Uyg'ur agentligiga o'tirg'i chiqarsin, mayli boshqa qarindoshlar o'tirg'i chiqarsin. Uyg'ur televiziyasi, chunki Uyg'ur televiziyasini men Uyg'ur madaniyatining qo'g'dilanishi, Uyg'ur san'atining qo'g'dilanishi, Uyg'ur tilining qo'g'dilanishi, Uyg'ur dinining, ya'ni islom dinimizning qo'g'dilanishiga bo'lgan asosli cho'ng jihoz va qurol deb o'ylayman. Shu televiziya butun dunyodagi 6 qit'adagi Uyg'urni shu kun oqshimi bir ekranga qaratib uyning ichida butun Uyg'urni mujassamlaydigan eng cho'ng vosita deb qarayman. Shuning uchun buningda texmi qalbilik xizmatlarga erishishinglarni umid qilaman. Bo'ldi. Rahmat. Suhbatimiz mishada oyoqlasa bo'lamdi. Bo'ldi. Undaq sizga ko'p rahmat. Ko'ringan qarindoshlarimizga ko'p rahmat. Inshaalloh oldimizgi zamonlarda yana chunki deydigan gapimiz bek ko'p. Shu bizning deydigan gapimiz intayin ko'p. Shu nurg'un qarindoshlar deydi. Shu programmani qisqaroq qilgan bo'lsangiz deb. Hozir Tahirmen qarindoshimizga men 6 oy burun taklif qo'ygan. 6 oydan keyin bu ekranga chiqdi. Taklifimizni rad qilmadi. 6 oy maslahatlashib chiqib yarım soat, 1 soat so'zlab tushib ketishga shaxsan mening ko'nglim unamaydi. Shuning uchun bugungi programmamiz 2 soat davomlashdi. Uni nima qilsam bo'ladi. Buni qarindoshlar tushunmagandan keyin bir yarım soatlan bo'lsa bo'lmamdi deydi. Xuddi Tahir Emin qarindoshimiz o'xshashlab butun mehmonlarimiz shundoq. Shunda aldirashning ichidan shu ballarni o'ynatmay, demilishga bormay aytaq kutib turib, masalan hozir Amerikada kunduz sizning nurg'un ishingiz bor, o'zingiz tushlik, ammo vaqtingizni bu yerga bergan bo'ldingiz. Shunda bo'lganlik uchun bizning programmamizni biz qisqartamiz deb qisqartmayapmiz. Ham biz alohida bir millatimiz, alohida bir zamonda va sharoit yashayapmiz. Shuning uchun bizni normal televiziya stansiyalari yoki boshqa naq maydon suhbatlariga o'xshagan shakldagi bir programma qilsak desa, bu bizga bek tasdiqlaydi ekan. Bizning bugungi holatimiz, bugungi dardimizning jiqligi, so'zimizning jiqligi, ham o'zimizningki suhbat qilish saviyasi, masalan, meningki saviyarimning tuvanligi masalasi degandek. Boshqa oxirida so'zingiz bo'lsa, olama, bo'lmasa nimani to'xtataman. Rahmat, qarindoshlar uchun ko'p rahmat. Alloh berganliklaringiz uchun gapimiz so'zib qoldi. Rahmat qarindoshlarimiz. Tamam. Allah razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Aziz qarindoshlar, yana bir qatimliq programmamizni ko'rishga zamon bo'linglar. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.